أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله له الحمد في الأولى وله الحمد في الآخرة، له الحمد كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. أما بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الصرف. صرف yani pulni pulga almashtirish, pulni pulga setishdan iborat. Sarfning sharti hamma olimlar ijmo qilgan shart naqd bo'lish kerak. Shu so'rinda naqd bo'lish kerak degan shart bor. Biz hozir ko'yga dollarni emasdan, riyalga dollar ya junayga riyal shuni almashtiramiz-ku, shunday iborat. Burun tanga bilan tillani almashtirdi. Hozir qog'oz pullarni almashtirdi. Qog'oz pulmi oltin kumush, tanga tilla pullarning o'rniga desiladi. Shuni o'ydan oladi. ولما كان يخص هذا البيع شرطان، أحدهما عدم النسيئة وهو الفور. Yani muş soğuduğu, yani pul almashtirish so'disiga ikki shart tepilish kerak deydi. Birincisi nasib olmaslik, yani naq bo'lish. Vel axaru adamut tafadul. İkincisi biri birdan ortiq bo'lmaslik. Ortiq bo'lmaslik deganimizda jinsi o'xshash bo'lib qolsa deydi. Agar jinsi o'xshash bo'lmasa ortiq bo'lsin bo'ldi. Anında nesi olab qalsa ribal nasi'a şekillindi, manında ortiq olab qalsa ribal fadl şekillindi. Ve huwa ishtiratul misliyati, u bo'lsa yana tang bo'lash shartidan iborat dedi. Mislan bimisl dedi hadisda. Shundan iborat. Kana an-nazar fi hadha al-bab yanhasiru fi khamsati ajnas. Bunda ikki shart bo'lgan ekan, mush babga munosabatli masalalarni biz 5 turga ayirib jamlayamiz dedi. الأول في معرفة ما هو نسيئة مما ليس بنسيئة. birincisi qanday narsalar nesiga kirdi, qaysi nesiga kirmaydi. Masalan, hozir akapra yarim soat to'xtaslar deb qo'yib saqlatqusi nesi bo'lamdi bo'lmandi. Masalan, الثاني في معرفة ما هو مماثل مما ليس بمماثل. qanday narsalar o'xshash bo'ldi. Chunki biz o'xshash bo'lishga, ya'ni tang bo'lish kerak dedi-ku. Qanday narsa tang hisoblandi, qanday narsa tang hisoblanmaydi, buni bilib o'timiz deydi. إذ هذان القسمان ينقسمان بفصول كثيرة فيعرض هنالك الخلاف. أن مش إشك قسمه نتش فصلة بلنا كده بلين كان دنيا ثلاث تاسلا أترجع كده ده. الثالث فيما وقع أيضا من هذا البيع بصورة مختلف فيها هل هو ذريعة إلى أحد هذين. üçüncüsü مش صودا يعني صرف صودسه başka şirek bulup kalsa. Bizden şeriat gösterken bu iş bulmay, sal başka şirek bulup kaldı. Bulab qalsa hal huwa zari'a ila ahad hadayni, ashu ribal fadl ya riban nasi'a degandek bir cheklangan ishni qilishga bahoni bulab qoldigan ahvol bormi yoki har ikkilishga ham ribal fadl bo'ldigan ham riban nasi'a bo'ldigan. عندما قال بالذرائع وهو مالك واصحابه، yani sadd zariyani bakrak olgan hamma ilani ilish mumkin, lekin ko'proq oldig'ini asos hujjat deb qaraydigan imom Malik bo'lg'achqa, imom Malikning nazarda shu shariat belgilagan shakldagi sarfga sal yaqin kelgan, azroq o'zgargan holatda ribal fadl ya ribal nasiya shaklinib qolgan bir xil shaklda muomala qilsa, bu boshqa narsani bahona qilib turib jazoni muomala qilib oldi deb qaramdiq demoqchi. وهذا ينقسم أيضا إلى نوعين كانقسام أصله. يعني bu ikki qismi bo'lingandir. Ribal fadl bo'lash ehtimoli bor, ribal nasiya bo'lash ehtimoli bordir. Yoki shuning bahona bo'lash ehtimoli bordir. Bu ikki qismi bo'linibdi. Shu ikki qismi bo'lingan shaklda yana ikki ayrildi demoqchi. Ya'ni birinchi qismi shu, uchinchi degani shu. Yana bir qismi to'rtinchi degani shu demoqchi. Hozir 1, 2, 3 deb keldik-ku. 3-chi deganimizni 2 ga ayırsak yoki 3-chini 1 deb qarasak, bu 2 turlikdi, 2 qanotlikdi. Bu 2 qanotlikni 2 ga ayirsak, ribal fadliga zariyavig'ini, ribal nasiyaga zariyavig'ini desak, bu 2 ga ayirgan ekan, bu 3-chi, 4-chi qism deyasak bo'ldi deydi. Ana 5-chi qismi shu yerda 4-chi qism deb ayrim demadi. 3-chi qismni 2 ga ayirib bilan 2 hisoblayapti. الخامس في خصائص أحكام هذا البيع من جهة ما يعتبر فيه هذان الشرطان. مش سوددامda مش ikki shart qilingan bo'lg'achqa, mush sodning xas ahkamlari to'g'risida to'xtalamiz edi. Ya'ni adaman nisa'i va tafaduli aw kilayma. Yani bu ikki shart mittasa nisi olmaslik
yoki ortiq bo'lmaslik yoki ichkilisi bo'lmaslik degan shartda. Mush ikki shart tepilganlik jihatdan mush savdoda, ya'ni pul almashtirish savdosida qanday xos ahkamlar bor demoqchi. وذلك أنه يخالف هذا البيع البيوع. Davlashda mush savdo sarf degan mush pul almashtirish savdosi boshqa odatdagi tovar almashtirish savdolariga qaraganda o'xshamaydigan yeri bor. لمكان هذين الشرطين فيه في أحكام كثيرة. مش شرط قلنغان بوغاشقا صرف سودستا باش سودلادن نرغن أحكام دا أخشما يتغير با. وأنت إذا تأملت الكتب الموضوعة في فروع الكتاب الذي يرسمونه بكتاب الصرف sen sarf kitobi deb atalgan, ya'ni yarsumunahu degani ashunda deb ataydigan, ashunda deb ism qo'ydigan mushu bo'lim deyiladi. Kitob degani o'sha bo'limda iborat. Mush bo'limning tarmoqlarida yozilgan kitoblarni ta'ammul qilsang, wajadtaha kullaha raji'atan ila hadhihi al-ajnas al-khamsa. Sarf muomilasi to'g'riliq yozilgan kitoblarni hammani tekshirib chiqsang, buningdagi hamma gaplar mush 5 turdan iborat ekanligini ko'rsatadi. Ya'ni buni kitob sarf haqida yozilgan hamma fiqh kitoblardan xulosalab tanilmiş. Rasmi degan sizgan, yozgan yoki shunday deb atagan. Yusimunahuma? Yusimunahu degan bo'ldi, belgi qo'ydigan degan bo'ldi. U yarsumunahu degan umma sizdan degan bo'ldi. Meyada menikida yarsumunahu debdi. Bu to'g'ri. Yusimunahu degan belgi qo'ygan shunda ishorat qilib nom qo'ygan degan bo'ldi. Yusammunahu desimi uni atagan degan to'g'ri. Lekin yarsumunahu degan shu to'g'ri. Ibn Hazmnikida qanday ekan? Yarsumunahu shu to'g'ri. أو إلى ما تركب منها ما عدا المسائل التي يدخلون في الكتاب الواحد بعينه مما ليس هو من ذلك الكتاب. Yaki mush 5 turi bir-biri giralishib ketgan. Mush 5 turdan tarkib topgan masalalarni buldi deydi. Masalan 5 rang desak, bu 5 rangni masalan ikkisini bir aralashtirsak, yana bir rang paydo bo'ldi. Yani 3ni bir aralashtirsak, yana bir rang paydo bo'lgandek, muomala har xil yangi chiqib qoldi deydi. Lekin mush 5 narsadan tarkib topadigan buldi. ما عدا المسائل التي يدخلون في الكتاب الواحد بعينه مما ليس هو من ذلك الكتاب. yana boshqa bir masala bor. U buning sirtida deydi. U masalalarni mushu kitob sarfga munosibatsiz bo'lsa-mu, fuqarolar shunga akirib oladi deydi. مثل إدخال المالكية في الصرف مسائل كثيرة هي من باب الاقتضاء في السلف. مثلا مالكي مذهبتكلا كتاب الصرفقا kitob sarfga ancha munosabatsizroq bo'lgan nurg'un masalalarni kirgizib oldi. Masalan, olsak, mush qarzni suylagan chaqda, qarzni qaytib olgan chaqlarda iqtido degan qarzni bar deb qarzni elishgan. Bizga milkiya kim atakandan olsa, ilk yo'q, malikiya emas. Maliki mazhabdagilar ashunda masalalarni mush kitob sarfga kirgizib qo'ydi deydi. Meniki milkiya lekin men to'g'ri uqdim maliki. Bunday emas. Zavq deymiz yoki malaka deymiz. Yani kitap ba'zi xato isqasimi Uyg'urcha kitob bo'lmasin. Xato isqa olsin biz oldiga qarab to'g'ri o'qib ketdimizmi? Shunga o'xshash. Yani milkiya desak bo'lmaydi. Maliki mazhab mushuni kirgizib oladi deydi. Yani bu hozir Maliki mazhabning sarf bo'limiga ba'zi masalalarni kirgizib olishini sal tanqid qilgandek. Asli munosabatsizdir demak. لكن لما كان الفاسد منها يؤول إلى أحد هذين الأصلين. لكن أشو صرف معاملتك بعض معاملة فاسد olup ketken ahvalda iki şartga berib taqılıdı deydi. يؤول deganimizning zoq qaytidi. Ashunga berib taqılıdı deymiz. İki şartning yo'q qilib qo'yishiga berib taqildigan bo'lg'achqa, ya'ni ila sarfin binasiyatin aw bitaqadul. Yani iki shart mekte nesi almashtirish yoki ortiq almashtirish degan masaladir. Malikimizdan ko'p masalalar demoqchiman. Minha ashu masal katiraning fasidlari, ya'ni mushu pul almashtirish muomalasi qilingan iki shartga berib taqildigan bo'lg'achqa, u iki shart nima desa, nesi bo'lmaslik, tafadul bo'lmaslik degan shartda. Unda bo'lg'achqa adkhaluha fi هذا الكتاب. Yani mush iki shartga berib taqildigan bo'lg'achqa, ashu masalalarni mushu kitob sarfga kirgizibdi Maliki mazhabdagilar. مثل مسائلهم في اقتضاء القائمة والمجموعة والفرادى بعضها من بعض. القائمة والمجموعة والفرادى degan Maliki mazhabning atalg'udir. Boshqa mazhabdan da atash yo'q.
Maliki mazhab dedikken ad-darahim ve denanir salasatu anva. Muş altın gümüş yani pulni 3 türge ayırırken bular. Yani bu pulninki jin ya ja yoki sal saxta aralashliq jihatdan ayrıgın ekan. Qaima degani ig'irlikka to'liq, yani kam kelmaydigan tanga tillarni al-qaima deykan. Furada degan sal kamroq. 4 misqal kelgan bo'lsa, 4 misqal kelsa qaima bo'ldi ekan. 3 misqal kelib qolsa furada bo'ldi ekan. Majmua degani shuna aralashroq qildi. Masalan, 10 tangalar qolsa uning ichida qaima bor, furada bor. Ba'zi 4 misqallik, ba'zi 3 misqallik, masalan, 4 gramlik, 3 gramlik degandek bunda bo'lib qolsa, aralashib qolsa majmua deykan. Yani bunun demek çoğunu kitaplarda mesela şu El-Kavanin el-Fiqiyye Ibn Cüzey el-Garnati depto feyecuz iqtida kulli sınıfın minha an nefsi. Mesela kaime bolsa kaime olan almıştı ki qarizga şunu o'qishni asıl buldu. Furada bergan bo'lsa furada asıl buldu. Mecmua agam bolsa mecmua bas buldu deydiken. Andın kaime birib yani 4 gramlik aşı sak tengini birib bunun o'rniga masalan 3 gramlik, 3,5 gramlik tanga asıl bulamdı desa ixtilof bo'lishi mumkin. Kamroq yoki ayda kam bilan saq aralashroq bergan pulning o'rniga saqni topshirib asıl buldu deydi. Lekin aksicha joiz bo'lmaydi deydi. Mesela 3,5 gramlik bir tillani bergan bo'lsa, keyin unga masalan ya qarzini qaytarsa, u pulni qaytarib bergan chog'da 4 gramlik saqni qaytarib bersa bo'ldi. Xuddi masalan bizlar azroq pulni bergan bo'lsa, keyin saq pulni yana qatlanmagan pulni qaytarib bersa bo'ldi degandek. Chunki hadisda ahsanukum qada'an dedi. Shu hadisga asoslangan bo'lishi mumkin. Demak, bo'lam shunday masalalarni shu kitob sarfning ishiga chigizayotdi demakchi. لكن لما كان قصدنا إنما هو ذكر المسائل التي هي منطوق بها في الشرع أو قريب من المنطوق بها. عندما شو كتابنا يزشتكي مقصدمز يا كتابتكي تتقن metodimiz bizim şu kitapta ayet ve hadisler iniq tilga olgan masalalarni yoki shunga yaqin bo'lgan masalalarni bayon qilish bo'g'achqa ra'ayna nazkura fi hadal kitab sab'a masaila mashhuratan tajri majra al-usul. Mushu kitapta yani mushu kitab sarf yani mushu pul almashtirish xos mushu bo'limda biz mashhur 7 masala ustidan to'xtalishni muvaffaq ko'rdik. Çünkü bu mentuqun biha yoki qarib minal mentuq biha. Mushu aqtams oyat hadislar kelgan yoki oyat hadislar kelganga qiyos qilinganroq yaqin bo'lgan masalalar. Tajri majral usul yani qoida xarakterlik, qilib xarakterlik masalalardan 7ni tanlab bayon qilmoqchi. Lima yatra'u alal mujtahidi min masail hadal bab. Mushu babning masalalardan mujtahidga ba'zi uchrab qolgan yangi masalalar qolsa mushu 7ni asos tutirib, shuni qilib turib, shu bo'yicha bir taraf qilalsin demoqchi. فإن هذا الكتاب إنما وضعناه ليبلغ به المجتهد في هذه الصناعة رتبة الاجتهاد إذا حصل ما يجب له أن يحصل قبله من القدر الكافي له في علم النحو واللغة وصناعة أصول الفقه. Çünkü bu kitabni biz nima uchun yozdik? Bunda ijtihad qilgan kishi, mushu fiyazi sana degan mushu fiqh ilmida ijtihad qilgan kishi ijtihad martabasiga yetishi uchun yozgan. İza hasal bu yetish uchun da mush kitoblar kifoya emas. İza hasala ma yajib lahu an yuhassila fihi. Yani o'qish kerak bo'lgan boshqa nurg'un ilmlarni o'qisa, uni maktabni o'qisa, fiqh masalalarida ijtihad qila oladigan bo'lsin deb yozgan to'qi. Al-qadr al-kafi lahu fi ilm an-nahw. Mesela nahv ilmida yeterlik bilim bo'lish kerak, lug'at ilmida yeterlik bilim bo'lish kerak. Yana usul fiqh kasbidimi yeterlik bilim bo'lsa, ondan maktabni o'qisa, ijtihad qila oladigan bo'lsin deb mush kitobni yozgan to'qi. Shuning ismi Bidayatul Mujtahid va Nihayatul Muqtasid. Mujtahidning dastlabki oldan qadamida başlaşı, ijtihadga qadam qo'yishi degan. Va nihayatul muqtasid degan o'rta darajada ekan. Bak uzun cho'nqirlab kirib ketmay mushaza endi bo'ldiqlay deb o'rta holda to'xtab qolay degan kishining oxirida qadam bo'ldi. Yani bundan yana fikirlab kirman degan bo'lsa, bu endi baklam cho'nqirlab kirganlar bo'ldi. Demak, maktabning boshlanishi bu bir ijtihadning boshlanishi bo'lsa, kitob tugagandan keyin ma'lum bir ijtihad qurollarini egallab, ijtihad qiladigan bo'lgan bir martabaga yetadi demoqchi.
ويكفي من ذلك ما هو مساو لجرم هذا الكتاب أو أقل. من ذلك دينا أشو من علم النحو واللغة وصناعة أصول الفقه aşı ilimlerden muş kitapның maddesiga yoki hajmiga tenkildigarak uningda sal azroq bo'lsa o'qib bilim tahsil qilsa aşı yetarli. Masalan, Midayatimizda 2 tomga 2 mujallad, nahvdanmi 2 mujallad kitob o'qisa, masalan, Sharh ibn Aqil. Ana lug'atdanmi 2 mujalladlik bir kitobni o'qisa, usul fiqhdanmi 2 mujalladlik kitobni o'qisa, masalan, Abu Nur Zuhaydning usul fiqhi 2 mujallad yoki Abu Zuhaydning 2 mujalladligi bor. 2 mujallad o'qisa, kitobni o'qisa albatta fiqh mazhabiydan 2 mujalladdan bir o'qisa, masalan, ixtiyordagi hidoyatdagi ondan bidayatul mujtahid o'qisa, undan ijtihod qiladigan bo'ldi. Ve bihadi rutbati yusamma faqihan. Mushu martaba yetgandan keyin bu faqih deb atiladi deydi. Jirim degan maddasi hajmi degan. Masalan, yer sharining jirmi degan, yulduzning jirmi desek, shuningki maddasi yoki jismi yoki hajmi degandek. El-ecram-ı semaviye dedi. Asmandaki aslında cisimler deganda. Şarkı yulduz, uçar taş binasilik binasilar o. Ve bihadi rutbati yusamma faqihan. Mushu martaba yetganda faqih deb atildi. Yani bidayat müstedini tugatsanlar, tilga olgan kitob qildimmi, ash ilmlarni tahsil qilgan bo'lsanglar, shuni faqih deb atsak bo'ldi ekan. La bihifzi masal fiqh. Fiqh masalalar va ko'p bo'lgan ekan, bu fiqh masalalarini hammani yodlash bilan faqih bo'lmaydi. Qarasqa, Qur'on yodlagandek unda yodlab faqih bo'la qolmaydi. Lekin buni tushunib, tafakkur qilib, qiyos qilib, dalilini tushunib, bunda qilsa, undan faqih bo'ldi deymiz. ولو بلغت في العدد أقصى ما يمكن أن يحفظه إنسان كما نجد متفقهة زماننا يظنون أن الأفقه هو الذي حفظ مسائل أكثر. يعني فقه مسألة bir insan yodlaydigan darajada nurg'un ma'lumot, nurg'un masalalar bo'lib ketsa-mu, masalan, kompyuter qachilaymiz kitobni. Onda qachiлагandek mingisi qachilab yodlab qolsin butun fiqh kitoblarini, falan kitobni yodib bilamasmiz. Manda degan taqdirdami bu faqih bo'lmaydi. Xuddi biz mush zamonimizdagi mutafaqqihlarni, ya'ni fiqh bilan shug'ullanadigan, salamda takalluflarrak o'zini faqih deb atib oladigan mush kishilarda mushunda ko'ryapmiz-ku. Ya'ni Imom Ibn Rushd o'zining zamonida shunda bilan shug'ullanganlarni men maktabni yodib bilaman, hammani yodib bo'lgan deb bir yodib o'qib beradigan faqihlarni ko'rgan bo'lish mumkin. يظنون أن الأفقه هو الذي حفظ مسائل أكثر. Yani bizning zamonimizdagi, yani Al-Qadi ibn Rushdning zamonidagi faqihlar, yoki o'zini faqih deb qaraydiganlar, fiqh bilan shug'ullanadiganlar, bular qancha ko'p masala yodasa fiqhdan, eng faqih deb unda o'ylaydi deydi. Va haula'i عرض لهم شبيه ما يعرض لمن ظن أن الخفاف هو الذي عنده خفاف كثيرة للذي يقدر على عملها. Ularga ma'nanga o'xshab qolgan bir ish kallash kelgan bo'lishi mumkin deydi. O'takchi desak, endi xaffaf, o'tak, masjidgan, o'takchi desak, ya oyoqchi desak, bu endi oyoqchi degan, ya o'takchi degan, qo'lida jiq o'tak va jiq o'tak sotadigan, mas kalash sotadigan odamni o'takchi deb o'ylab qolish mumkin. Lekin u o'tak yasay oladigan, o'tak tikaladigan odamni xaffaf deb o'ylab qolmaydi. Dukuni jiq o'tak va jiq o'tak sotadigan odamni ötekçi deb o'ylab qolish mumkin, muzduz deb o'ylab qolish mumkin. Amaliyotda ikki narsa. Va huwa bayyinun anna alladhi indahu khifafun katiratun sayatihi insanun biqadamin la yajidu fi khifafi ma yasluhu liqadamihi. Bu aniq gap deydi. Nurg'un o'takini sotilgan odamning dukuniga puti cho'ngroq ya puti kichikroq bir odam kelib qolsa, dukundan uningga udiladigan bir o'takni topolmasi mumkin. Fayajau ila sani'al khifaf daruratan. Davonikan uni o'tak tepish uchun cho'qim o'tak tikadigan muzduzning qishig'i bo'lmay chari yo'q. Va huvallazi yasna'u li kulli qadamin khuffan yuwafiquhu. Shu muzduz ya kunchi bu har odamning putiga loyiq o'tak tikib beradigan odam shu deydi. Hada va misalu akthar al-mutafaqqihati fi hada al-vaqt. Yani bu şu zamanımızda fiqh bilan shug'ullanadigan ko'pincha faqihlarningki misali shundan iborat. Bular qanchajik masala yodasak bir kitobdan shuncha faqih bo'la olamiz deb o'ylab qoldi. Amaliyotda unda emas. Bizning darimizning burun batig'i birisi falon yerda o'qib ketdi desa, biz anglaydik unda. Lekin dush kelib qolmadik. Balki sizlar yutqib olsanglar, azardan ketdi deb bundan sizdan bir masalani cho'g'iltirish mumkin.
toza aşı murakkab nahvning sarfning ma'nodan qanday siyg'i chiqadi deb bütün arablar qiyomat qadar lozim bo'lmaydigan siyg'idan bizni o'ylab chiqib bu qaysi babdan qaysi siyg'idan chiqadi deb yerdan so'rash mumkin. Va iz qad kharajna amma kunna bisabilihi biz hamda asli nima ketayotgansiz sarf ahkamlarni bayon qilishga ketayotgan to'q, lekin shu yo'limizdan chiqib qilib gap shaqlab ketib qolgan ekan. Fal narji ila haythu kunna min zikril masalati wa'adna biha. Biz mushu bo'limda bahs qilmoqchi bo'lgan o'sha 7 masalani tilga ilishga atlanaylik. المسألة الأولى أجمع العلماء على أن بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة لا يجوز إلا مثلا بمثل يدا بيد. أشي حديثة بيان قلقوا الذهب بالذهب والفضة بالفضة البر بالبر أشي ألتنا سنة غاد اسمه شو مثلا بمثل يدا بيد والفضل ربا ديان حديثة. نمو شو عندسة بو جزاء دين عبارات ربا شكل نقلوا دولة. الله أكبر. Yaşaltıyan nereden çıkıp ayrımka Kristos yalnız kendi bakırsa Gürslalik faylında söylenememiz yer. Şu bidalet müstehid mesela ibadet kısmını, azan, namaz, baget kısmını okulladır. Bir iştahat basın şunu aziler. Na beşi katnaşkallığı iştahat yapamazlar. هل هناك قول آخر؟ Şu rayetlik en sonra mesele olanlardan geçen. ما هو اجتهاد مس نورمال فقه مسألة بس. ما حكم ترديد الأذان؟ حكم ما شنو؟ واجب مو مستحب مو؟ واجب. إذا سمعتم الأذان فقولوا ما يقول يعني فقولوا الأمر. الأمر يفيد الوجوب ياكي الوجوب أو الندب أو الإباحة على التخيير نعم. مستحب. التقوى وجب إفادة خضار. هل هناك صارف؟ لكن الشهادس نو لفظ عموما. إذا سمعتم المؤذن birinci seçkin dinge. Azan tolak mı ansanlar ya. Bana aldık. Bana ansak mı şahsen tavlanılan bulmaz. Bu çağın değiş kirek diyen birine çıkıp kaldı. Mustahap olsun mustahap, vacip olsun vacip yani. Bunu mu değilse dinge çıkıp şimdi. Mesela da işte mesele olsun da yıkıya olmamazda bir adam çıkamagan ki şu vakit karar kılsın. Vakın dava olmayan da. Ama biz manen nevazil deyimiz. Yani hazır burun kılı düz kep yapmagan yeni bir mesela deyimiz. Evvel kısa ne çıksın İkinci kavul peyda oldu. Evvel kısa şu hesap dedi. Bireyle yoğanmaz. Bireyle emme gidiş gerekli. Bizge en yakındaki bu çıkamalar. Evvel birini falan kaysın alınsa Şunun ailesi minut yıllara bir şey olur. Emre la yufidu tekrar diyen önce bir kısmından bilsek İctihat kılatılan. Her usulü bizde ketrop kılıp düşürdüm. المسألة الأولى أجمع العلماء على أن بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة لا يجوز إلا مثلا بمثل يدا بيد. Bu onda ittifak var. Ne için ise bu cezan oldu. Yani hadis şunda gösterken bu başka. إلا ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما ومن تبعه من المكيين. Mekkiyin yani İbn Abbas radıyallahu anh'ın şagirdleri var. Mesela Ata ve onun başkaları. Şunu demek için. فإنهم أجازوا بيعه متفاضلا ومنعوه نسيئة فقط. Bula pullarını mesela altınga, gümüşke birisi artık birisi kam satsın buldu. Yani cinsi bir boğan ahvalda bunu satsın buldu dep qardı. Lekin nesi satsı bulmaydı. Demek bular ribal fadlı yok demekçi. Ecma'ul ulema deyildi. Muşu hazır icmadan çıketkenlerdi. Yani icmadan çıketkende İbn Abbas radıyallahu anh'dan bu qarashdan yanğan rivayet var. Yanğan desek bu icmaga deb qılıp o'timiz. Yo'q, yanğanlıqqa taz eniqmas, yanğan desa, bu chaqda muşu bir shundan bir shaz qarashdak, ya ayrim bir chiqib qolgan qarashdak, boshqa maydan shunga ittifoqdak, ijmodak bo'ldi. Yani buni ijmo degil bo'lmaydi amaliyotda. Lekin Ibn Abbas radıyallahu anh'a yanğan bu qarashdan degan rivoyatni bo'lg'achqa ijmo divasin bulduğan. İbn Abbas'ın bu hilafı aciz. Ve innema sar ibn Abbas radıyallahu anhuma lidalik. Muş qarashni nima uchun tutdi İbn Abbas radıyallahu anhuma desa, lima ravahu an Usama ibn Zayd radıyallahu anhu an Nabiy sallallahu aleyhi ve sellem ennehu qala la riba illa fi'n nasi'a.
mush rivoyatda Rasululloh shunda deganlik uchun. Ya'ni nasiyadan boshqada jazoni yo'q, yani ribal fadl degan narsa yo'q degandek. Va hadithun sahihun. Kim rivoyat qilganda? فأخذ ابن عباس رضي الله عنهما بظاهر هذا الحديث فلم يجعل الربا إلا في النسيان. Şunlar İbn Abbas radıyallahu anhuma müşahidisinin ki zahirini edip lan nisiyoslan cezanı oldu, fadlı olsa cezanı bulmaydı o da qaradi. Biz yuqorida buni bir qatim deb o'tgan ama va ammal jumhur fasaru ila ma rawahu Malik an Nafi' an Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam qala la tabi'u adh-dhahaba bil-dhahab illa mithlan bimithl wa la tushiffu ba'daha ala ba'd wa la tabi'u al-fiddata bil-fiddati illa mithlan bimithl wa la tushiffu ba'daha ala ba'd wa la tabi'u minha shay'an ghaiban binajizin. Yani la tushiffu ba'daha ala ba'd degan birini biridan ortiq qilayotmanlar degan. Yoki kam qilayotmanlar degan bu. Shaffa degan minal addad qarama qarshi ma'nolik so'z bu. Masalan ba'a shara deganni qarama qarshi ma'noda dedik-ku. Minal addad ya'ni kam qilayotmanlar, ortiq qilayotmanlar degan ishli ma'noga ishlab qilgan. Bunda desak yana hadisning ma'nosi aynan tushirdi. Wa huwa min asah ma ruya fi hadha al-bab. Yani şu sarf meselesi mesela almashtirish meselesi ribal fadl ribal nasi'a haqida kelgan eng sahih hadislardan edi. Bu muttafaqun alaydi. Naqni nasiya satmoqlar emas. Yani pulning masalasi bu. Pul almashtirgan chaqda dollarni berib qo'yib, ata junaynab ketsa bo'lmaydi. Naq bo'lish kerak. Yedam yed degan gap shu. Bunda pul tegishga yetti baldan bermeden ya şu bo'lmaydi shu. Ribal nasi'a bo'libdi. Shu junayn rasmi. Sarf naq bo'lish kerak desa. Qarz deb qolsamda, amonat. Nima pul senda amonatimsa, keyin yangi pul kelgan chaqda وحديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه حديث صحيح أيضا في هذا الباب. وعبادة بن الصامت مش قلت ناس شكليا مغادمة مش يقم بالحديث يرحمكم الله. فصار الجمهور إلى هذه الأحاديث إذ كانت نصا في ذلك. يعني جمهور علماء مش حديثنا أش مضمون ifadeleşten nas dercilik dalalet boğaçka müşahidislerini aldı edeydim. وأما حديث ابن عباس رضي الله عنهما فإنه ليس بنص في ذلك. و أشو ربال فضل يوق ديشتان نص درجلك أماس. شو آياته أخذ بظاهر هذا الحديث ده. ظاهر. Yani 90% şunlara mazmun çıkıp kalıyordu. 10% anda çıkması ihtimali var. İki cumhurun hadisleri 100% şu diyen mazmununu del ifadeydi o dedi. لأنه روي فيه لفظان أشو لا ربا إلا في النسيئة ديان حديث شكل عبارة ولن رواية قلنغان أحدهما أنه قال إنما الربا في النسيئة ما برنجي لفظ شو إنما الربا في النسيئة إنما ديان تفيد الحصر ربا ديان فقط نسيد لن باني başka fadlı da onun bunun yok diyen de geçip kaldı. وهذا ليس يفهم منه إجازة التفاضل إلا من باب دليل الخطاب منا. Bundan ribal fadlıda cezanı yok diyen mazmun qanda tariqada qiysak chiqdi. Ta'ti o'risak. Mafhumul muxolif qilib dalil xitob qilsak ondan chiqdi. Yani cezan degan nisidilan bo'ldi sana. Fadlıda yo'q ekanimsa. وهو ضعيف نما ضعيف وهو ديان دليل الخطاب عاجز دلالتنا برسن çünkü biz nimani ayırdık o dalalatni النص الظاهر yani فحوى الخطاب da bunda tönçtük işaretin nas bu da yani delil xitob mafhum muxolif degan tön derecelik dalalatning birisi ولا سيما اذا عارضه النص bularmi anda dalalati aniq keskin anda sayyidislar zid kelib qolsa bu dalalatga tig'ma azizlashib ketadi deydi. وأما اللفظ الآخر وهو لا ربا إلا في النسيئة ما هو يعني برخل لفظلان قلنا روايات فهو أقوى من هذا اللفظ ما هو مدس إنما الربا في النسيئة ديان روايات لفظيات سلجلق طيب لأن ظاهره يقتضي أن ما عدا النسيئة فليس بربا çünkü مش لفظنا أساق ظاهرة يعني نص دين gibi yok yani ظاهرeden qarısak nasiyadan başqası cezana emas degan mazmun chiqadi deydi. Yani bu umum la riba degani umumni shunami la ilaha illalloh degani. La riba hech qanday riba yo'q. Ammatan. Deb illa fi nasiyadan ma nasiyani istisno qilayotgan ekan, ribal fadl degan gap yo'q degan bo'ldi. Lakin yahtamil an yurida bi qawlihi la riba illa fi nasiyati min jihati anna al-waqi'a fil akthar.
Ma'lumda bir ta'villarning birisi. Lekin mandaraq desakmi ehtimolliqi bor. Shu 10% ehtimolliq dedik-ku. Bu ehtimolliqlarning birisi ko'pincha ahvolda shu nisidlan jazoni bo'ldi. Ba'zida bal fadli bo'lib qolgani bilan degan manda mazmunni tushunsak bo'ldi deydi. Ba'zilarning taxsisini isbotda hasr qilish. Ribo faqat nasiyatda boshqa yo'q. An-nafiy wal istisnodin ashhudan. Umum. Şu innama diye rivayetimiz de bulduk. İnnama tufidul hasr. Tufidul hasr dedik. Lekin onun dalalatini bilsa mafhumul muhalafa qilsak anna ribal fadli yo'q degan gap chiqdi. Lekin umum hozir. An-nakira fi siyaqin nafy tufidul umum. Yani umumning 5-6 siğaları var. Şunun bir siğası mı şu? An-nakira fi siyaqin nafy. Nafy diyenler riba degan nakira keldi. Aslında kaslam umumni bildirdi. Yani umumning nasiyani ham so'rib chiqarib aytgan ekan, buningning boshqasi riba emas degan gap bo'ldi-ku. Lekin buni manda ta'rif qilib qo'yindi. Ko'pincha jazoni shu nasiya bo'ldi. Ba'zida bir ribal fadli bo'lib qolsin, bu bak qisman ahvol degandek mazmun chiqishi mumkin. Ba'zida yuqorida o'tgan ehtimolliklarning birisi eng qabih jazoni yomoni shu nasiyat bo'ldi. Buningdan boshqa misol yengilroq ribal fadliga qaraganda ribal nasiya eg'ar, chunki ribal jahiliya unda bir ehtimollikmi deb o'tganmiz. Ya'ni 3-4 ehtimollik degan. Shu kitobul buyo boshlangan chog'da. وإذا كان هذا محتملا من دبر احتماللق بوغان ديكان والأول نص bizning dalilimiz bo'lgan hadis nas darajalik bo'lgan ekan وجب تأويله على الجهة التي يصح الجمع بينهما shunga bizning dalilimiz bilan ay nas darajalik sayyidisga udilkidigan tariqada asta egib buni ta'vil qilishimiz kerak bo'lib qoldi. Ta'vil degan nima? Ta'vilning ta'rifini qilib qo'ygan. Sarful lafz an zahirihi zahir kılmet olan ma'ni vermey, başkarak ma'ni versek bu ta'vil oldu. Mesela uyun dakikası köz o, yani köz demey buna riaya yanında desek bu ta'vil oldu. Çünkü köz yanına kaçsa derhalen zahir mütte köz olan közdü. Demek bu şu meselede cumhurun karşı icma boğandak bir karaş, ama alimler icma kılandak. İbn Abbas'tan bunun yanğallıkı, özünün hata, şençili bulap kılıp, doğrunu kiyince bilgelikle rivayet kılınan boğaçka, asasen icma bağ desek bulavakın. Yoki u xato tushunib qolgan bo'lsa, ijmo bo'lmasimi? Lekin jumhurning tikilgan dalillari ribal fadlning borligini isbotlagan ekan, ash to'g'rida ketaveramiz. Qanday jamiyat ma'nosi tushunsin kerak. Ibn jamiyatdan ibn ash ehtimollik bordir-ku. Yani ko'pincha ahvolda bo'lib turg'ini, muomallarda ko'p yuz berdig'ini nisilikdan kelib chiqqan jazoni. Ribal fadl degan az bir qism ba'zida bo'lib qoladi. Mesela pul tegishgan chog'da pul parchalanmay qolsa 100 ko'yga tushilib, masalan parchalab bersa ma'qul deb solamiz masalan. Shunda az uchraydi, lekin ko'p uchraydigan asoq jazoni riba nasiyadan iborat degan mazmunda deb tursak, bizning dalilimiz bilan ikkisi mas keldi. Biz kelmaydi. Shunda jamlaymiz deydi. Yoki eng qabih ig'ir riba shu nasiyadan kelib chiqqan riba desak, ribal fadlning qaraganda sal yengil deyish mumkin. Bu masala tugabdi. وأجمع الجمهور على أن مسكوكه وتبره ومسوغه سواء في منع بيع بعضه ببعض متفاضلا لعموم الأحاديث المتقدمة في ذلك. عندما يوم مثلا جمهور عالملا اتفاق كذا. أجمع الجمهور ديما اتفق الجمهور دائما. وجمهور إجماع قدران من إجماع بمايد. إنما اتفق السكتور. أجمع الجمهور دبتور. هذا بجرم عبارة مثلا. çünkü إجماع ديان اتفاق كل مجتهدين في عصر من العصور. Cumhur degandikidan bir icma yo'q degan gap chiqdi. Ko'pchilik olimlar ittifoq keldi. Maskukahu yani ash oltin kumushningki pul qilib so'qtirilganlari, tanga tilla qilib so'qtirilganlar. Sakka degan naqsh qilib pul so'qdi, zarb qildi deymiz-ku. Badavlatning zamonida Qashqarda so'qilgan tanga tillani zarbi Qashqar deb, zuriba Qashqar deb unda yozib so'qibdi ekan. Maskukahu degan tanga tilla qilib ba'zi naqshmi bo'ladi uningda. Aslında soqalgan altın kümüşler demek. Mesela Medine'tul Boğaz'dan kaçta idare etsek kıl ömle de var. Meden pulluğa vardır ki tuğuç mesela. Mis pulluğuna şey sokudu. Ve tibrahu tibr diyen bir kadın çıktı. Ne diye ibarette? Ham altın, kallak altın ya ki kipek altın, uvak altın diyendi. Ve masugahu zibüzünnet kılıp esvab kılınganlar. Altın esvab deyimiz var.
ayollarninki zinnat shaklida yasalgan narsalar edi. Bilazuk, halqa. Mushlarning mesela altın kumushdan ashunda nokcha altın bo'lsin, tangi tilla bo'lsin, kepak altın bo'lsin, zinnat altın bo'lsin, hammasi o'xshash. Savo'un fi man'at bay' ba'dihi bi ba'din mutafadila. Biri bilan birini ortiq setishning cheklanishida o'xshashadi. Yo'q, mavo tangi tilla bo'lgan ekan, mas zinnat bo'lgan ekan, mana bunda almashtirsak ikki narsa demaymiz deydi. Bu altın buldu deydi. Öz vaqtida biz dunyoga salomni paydamayman, yasamdek o'qimayman. Öz vaqtida zagarlar deyman. Hozir bu pullarimiz endi. Hozirmi? Sizlar zinnat narsani echirib satmoqchi bo'lsizlar, bilajikni. Bu da shu sat oltin hisobida setildi. Siz uni hunar ishlamchilik pulni sizga qetib bermaydi. Siz do'konda olmoqchi bo'lsizlar, 5 gram 5 gramga bir baho qo'yib 1 gram manch puldan 5 gramga bir pul to'lab, ya'ni 10% ya 15% buning hunar haqqiga ayrim pul to'laydi. Bugun oltinni aytsak bilan pullar zulab qolsa, a'lo aytsak bo'layliqqa azdarab setib oladi. Shunday olsak bo'layliqqa. Shunday. Albatta bu foydali spotdagi odam. Sen foydalanmaysan shundan men sotgan tariqada olishing kerak deyilmaydi uni. Ablamızda bir mesela hazır biraz kullanmışlar da onlarda mesela zümrüt alsak zümrüt altın bir alır. Yani bir şey aldıran gel. Anında mesela anı işe koymuşlar çıkar anında tafazlı kaldı diyor. Hazretler bunlar şu altı jaganlasda. Özden eğer bozuk ketken ya güneş apasa, şükran mesela üzgün apasa, şükran yanına verse, an yapılır lan hep elbiklerden mesela jim koyup bulursun deydi. Şu işte şey. Ana şu adetki nokta altın hesabıyla alıyordu. Endi şu müşkülat Mahulina masalası hazır kıldı. Müşkülatin aslını siz bana inşallah. Sarıkıp durun. Mutafadilen li umumul ahadisil mutaqaddimet fi dalik. Yani şu hadiste el-zahab bil-zahab vel-fidda bil-fidda degendiken umum bo'lgan ekan, masuk olsun, maskuk olsun, tibr olsun, o'xshash dedi. Jumhur ittifoq keldi. İlla Muaviye radhiyallahu anhu fe innehu kana yujizu at-tafadula bayna at-tibr vel-masugh li makan ziyadati as-siyagati. Faqatlamamdı Muaviye radhiyallahu anhu bu icmadan yoki jumhurning ittifoqini chikatdi deydi. Bu chikatganlik uchun jumhur deb qo'yishadi. Bu musi ijmo bo'lgan. Hazreti Muaviye zinnat altın bilan odatga kepak yoki nokcha oltinni birdan biri ortiq bo'lsa almashtirsa bo'lardi. Chunki buningda hunarning ortiqchiligi bor, ishlash haqqi bor deb qaraydi deydi. Yani şu Hazreti Muaviye'den rivayette başında bir mesela cam yoki bir çeyneklik binasını altın nasını altınga setitgan. Satgan chaqda Hazreti Abu Darda radhiyallahu anhu, Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhular aytlatgan. Aqiyaning to'g'rimi dedi. Va illa ma'ruwi an Malik. Yana bu ijmodan chiqayotganlar kimlarsa Imom Malikning bunday bir rivoyat kelib qolgan deydi. Annahu su'ila ar-rajul yati darad darbi. Darad darb degan shu oltin kumushdan tangi tilla so'qadigan idora. Ash pulxonaga kelib bivarqihi varq degan kumushni deymiz. Kumushni akilib, masalan bir kalla kumush yoki yombu deymiz-ku masalan. Fayotihim ujratad darbi. Ularga shu tangi tilla so'qib berganga shaq qildi ekan. Va ya'khudhu minhum dananira va darahim. Ulardan o'zining kallak kumush bir narsaning qarshiligida so'qilgan tangi tilla oladi ekan. Vazna varqihi aw darahimihi. O'zining tangilari kumushlarining vaznida. Yani o'zining kumushlarining vaznida deyiladi. Munda bir ahvol bo'lib qolsa, unda aytgan faqala idza kana zalika li darurati khuruj ar-rifqati wa nahwi zalika fa arju alla yakuna bihi ba'sun. Khuruj ar-rifqa degan bir karvon masalan, yo'lovchilar karvoni ya farq qilmoqchi. Shundan ulgurmay qoldim. Yani bozorni ichib, qiyg'icha sarapdan pulni almashtirib qo'ygicha aeroplan ketdi, farq ketib qoldi. Amralarimdan qolib qoldim deb aldirash ish bo'lib qolsa, shunda almashtirasi bo'ldi deb ruxsat qildi. وأنكر ذلك ابن وهب من أصحابه وعيسى بن دينار وجمهور العلماء. إمام مالك'ның şagirdlaridan ibn Wahb mı bu bulmaydı. İmam Malik'ның ma degan gapi tazjid emas deb inkor qildi. Ve İsa ibn Dinar, İsa ibn Dinar'ın belki tabi'i alimlarının bir söz gerek. Ve cumhurul ulema ve ecaze Malik'un bedel dinar naqisi bil vazini ev bil dinarayni ala ihtilafin beyn ashabi. İmam Malik ana ma başka meselemde. İmam Malik ana eğirlik kemrek tıllarını ornuğa eğirlik tuluq bir tıllarını bäsi buludu depti.
Hem de bir dinardan buldu dedi. Ya ki bir dinarayını. Yani bir iki tilla kadar. Aşınçılık bir miktarda. Şunun ornuna aynı tolukrak bazı buldu. Al-ihtilafın beyni ashabi. Lekin şagirtleri bazılar bir dinardan buldu degen. Bazılar iki dinar olsun meyle degen. Şagirtler oturdu. İhtilaf var. Lekin İmam Malik'ten bunda bir caizgelik rivayet kılıngan. Mesela bir tillaga tegişmekçi olsa, bir tillada asrak kem tutukluq var. Yani bir tilla tuluq ig'irliqda bo'lsa, ma masalan 4 gram, ma 4 gram charak. Bir tilla degan qanchakda? 4 gram charak. 4 gram charak. Ma 4 gramdan bo'lsa, almashtirib buldi debdi. Aslida bu to'g'ri bo'lmaydi. Lekin bir ikki tillada mavjudiyatimiz bu. Ozgina bir narsa, ba'zan lozim bo'lib qolgan chaqda mavjudiyatimiz debdi. Lekin İmam Malikning shogirdlari İmam Malik bir tillada shunday dedimi? Yo'q, ikki tilla olsin mayli dedimi? Bunda ixtilof chiqadi. Bizning imomimiz bir tillada joiz desa, yana birisi yo'q, bizning imomimiz ikki tilla olsin mayli degan deb qoldi. Bu ozgina narsa bo'lgan ekan, bu yo'qlan narsa mavjudiyatimiz demakchi o'xshaydi. Yutasamah fi dinar va dinarayn. Ha, shuni o'xshash bir gap. Yani azgın narsa olan ekan mevlidimiz debdi. Bundan maqsadli hamda bunda bir jazoni qilay, ribal badlab, ash foydani ko'zlab bir qildi aşığım. Bir ehtiyoj uchun shunday qilib qolgan bo'lgan ekan, az bo'lgan ekan mevlidimiz demakchi. Umumdan joiz emasmi o'zi? Ya aslida joiz emas. Yani jumhurim joiz emas dedi. Lekin İmam Malik hamda azanda bir narsada mayli deyibdi. المسألة الثانية اختلف العلماء في السيف والمصحف المحلى يباع بالفضة وفيه حلية فضة. حلية فضة سيكمل حلية فضة سيكمل بالأبدا. تمام؟ فضة سيك بدل oldu. Alimler مش مسألة ıslahlaştı. Mesela şemşer, kılıç. Ya Kur'an-ı Kerimken. Lekin bunga mesela altın hal verilgan, altın yalıtılgan, yoki birat tutqichning yerlari altın mesela. Ayında altından ziynetlengen Kur'an-ı Kerim ve şemşer, onun başka saatli var mesela bazı yerler altın, kalemli var. Bunu kim belki yanfulu çıkması mümkün bir altın. Çıkıldı mı ya? Ne? Bir yerlere altın nasıl vardı? Ev bil zahabi ve fihi hilyetu zahab. Ya kendi gümüş ya altınımdı. Ya. Ev bil zahab diyene el muhalla bil zahab. Ve fihi hilyetun zahabun. Ya ki hilyetu zahabun. Mesela birincisi gümüş yaltılgan, gümüş ile ziynetlengen. Ya ki onun da çıkıp bir gümüş zinnet var. İkincisi altın yaltılgan, altınla ziynetlengen. Onun da mal miktarda bir altın var. Zinnet yamul. ومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين فقال الشافعي لا يجوز ذلك لجهل المماثلة المشترطة في بيع الفضة بالفضة في ذلك والذهب بالذهب. İmam Şafii altınla kümüşlen kümüşne setişte şart kılıngan bir narsa var dedi. Bu nimede ibarette? Mislem bi misl. Tangmı tang bo'lish kerak degan bir shart bor. Shu tangmı tangligi noma'lum bo'lganlik uchun joiz emas deb. Demak, shu oltin yoki kumush yaltilgan shuni bizni tanasini oltinga yoki kumushga setib qolsak, satgan pul ya'ni oltin kumushning nimasi aniq manchilik degil bo'ldi-ku. Lekin bu oltindagi soatdagi yoki qilishdagi bu oltinni ayrim masalan chiqarib turib, gramlab qilib bo'lmagan ekan, u tumi bilan boshqa narsa aralashib ketgan ekan, bunu pulga altın ya gümüş ibaret pulga mağındaki altından gümüş tangmı emasmi qolmay qolmasaydı. Misqallıqlı bo'lmagan ekan. Bo'lmaydi deydi. Chunki hadisda mislan bimisli dedi. Yani mislan bimisligini qanday bilamiz? Bilmaymiz. وقال مالك إن كانت قيمة ما فيه من الذهب أو الفضة الثلث فأقل جاز بيعه. İmam Malik'nin şu burunqi masaladimi thulusidan bekitadigan bir adeti bor-ku. Şu adeti bo'yicha 3dan bir miqdor qadar bo'lib qolsa, masalan bir shamshar var ekan, yoki bir qalambaga ya bir soat var ekan. Buningdagi oltin yoki kumushning miqdori umum tumitasi va kazaning miqdorining 3dan 1 gichi bo'lsa mayli etmez. Chunki bu az bir narsa. 3dan 1dan yerimi mesela 50% onun jiqroq bo'lsa mayli demaymiz, chunki bu hisobda demakchi. Yani bil fiddati imkan hilyatu fidda. Yani kumush olib qolsa, kumushga setvasi bo'ldi. 3dan 1dan az bo'lsa uni kumush. Ev bil zahabi imkan hilyatuhu zahaban. Yoki oltindan bo'lgan bo'lsa uning zinnati 3dan 1dan az bo'lsa oltin satsa bo'ldi. Va illa lam yajuz. 3dan 1dan ortiq bo'lsa
bo'lmaydi. Va kana ra'annahu idza kanat al-fiddatu qalilatan lam takun maqsudatan fil bay'i. Xuddi bu Imom Malik hamda 3dan 1gacha deb bekitishda qanday o'yladi desa, kumush oz bo'lgan ekan, ozning o'lchimini bitta 3dan 1da o'lchganda, oz bo'lgan ekan, bu kumushni olay deb maqsad qilib sodlashmaydi. Asli shamsharni, soatni maqsad qilib oladi. Uning kumush bunda bir tava, yandish qiladigan narsa, agish qiladigan narsa demak. Vasarat ka annaha hiba. Xuddamda o shamsharni sodlashgan, lekin uningdagi oltinni hamda mayli bir vetgandek bir ahvol bo'ldi. Imom Malikning cho'g'si masalan 1 kilo keldi deb qarasa, qashnoqqa 330 gram atrofida kumush verib, masalan, kumush olgan narsa bo'lsa, shuni varabli situatsiya bo'ladi deb chiqadi. Qimmatini deylar. Siz qimmati da bormi? Qiymatu ma fihi. Qiymatu ma qimmatini dedi. Navoki qimmati masalan $90 desak, 30 ko'y bo'lsa 3dan 1ni tashkil qilgan bo'ldi. Masalan, $20lik oltin bo'lsa mayli deydigan. 50lik qilib qo'ysa, yo'q deydi. Ya'ni bular xalqlarni mayli deyib, uning oltinni ko'zlab soatni shamsharni ko'zlab oldigan bo'lg'achqa mayli deydi demoqchi ekan. وقال أبو حنيفة وأصحابه لا بأس ببيع السيف المحلى بالفضة إذا كانت الفضة أكثر من الفضة التي في السيف. إمام أبو حنيفة دبته كمش ورنتلان شمشر ولبقاسا شو شمشر كمشتن جقراق كمشكا الشمشر ستواس بلده. مثلا برجن كمش شمشر وسا بريرمجن كمشكا ستواس بلدكن. وكذلك الأمر في بيع السيف المحلى بالذهب ألتن وغموس مخشش لأنهم رأوا أن الفضة التي فيه أو الذهب يقابل مثله من الذهب أو الفضة المشترات به. Çünkü ular yani bir mazhab kila aşu şemşerdeki altın ya kumuş aşu setvagan pul olgana pulun oruntugan altın gümüş var şunlar uduluşudu depti. Ve yabqal fadlu qiymatas sayf andın onun da eşip qağını çünkü pul jiqraqdı o eşip qağını şemşerinin pulu buldu depti. Ve udunun pulu olsa ani hibet etmişse şemşerde bab olan kimse tamamlayacak. Ya bunu hibet edin sodlaştı dedi. O ya bir hibet bir şeyin gibi yok dedi. وحجة الشافعي عموم الأحاديث والنص الوارد في ذلك من حديث فضالة بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه أنه قال أوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بخيبر بقلادة فيها ذهب وخرز وهي من المغانم تباع. Şimdi İmam Şafii'nin tayanğan delili müşahhidkege hadislerinin umumuga tayinipti. Yani müşahhidislerin umumu u başka da şunun içinde nas derecelik bir hadis var. Umumum da belki sal acdırak olsun mümkün. Lekin man bir hadiste nas derecelik kepti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Xaybar'daki çağda Xaybar'ni fath qildi o. O'ljalab yo g'animatlar taqsim qilinib bo'lgan chaqda bir gilabga oldiga keltiribdi Rasulullohning. Uningda oltin va majanli bor ekan. Xaraz degan majan. Jib qo'tkizgan majanni xaraz deymiz. Masalan, kahribo bo'lishi mumkin, majan bo'lishi mumkin. Va hiya minal maghanim tuba. Asli o'ljiganib ekan, o'ljiga olgan nasibasi chiqqan jangchi uni sotmoqchi bo'libdi. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذهب الذي في القلادة ينزع وحده. Sonra Resulullah buyurup aşgıdaki altınını ayrım çıkıp alınlar. Sonra qala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "Ez-zahabu biz-zahabi veznen bi vezn." Altının altınğa şu vezni tam nah almashtırışlar diye müşahidesine şu çağ degan dedi. İmam Müslim rivayet qilgan. Demek ma'o nas derecelik. Yani şunu söküp alırsa onu jinlab altın ma'nosini ayrım satsa demek. وأما معاوية رضي الله عنه كما قلنا فأجاز ذلك على الإطلاق. معاوية رضي الله عنه مطلق جائز ديرتبته. وقد أنكره عليه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه وقال لا أسكن في أرض أنت فيها لما رواه من الحديث. Hazreti Muaviye caiz deb qarab shunda so'zini qilgan chaqda Abu Sa'id al-Khudri radhiyallohu anhu, ya'ni bir rivoyatda Abu Darda radhiyallohu anhu qabulab bu qilganing to'g'rimidi? Men sen turgan shaharda argiz turmayman debdi. Sen munkar bir ishni qildingmi? Lima rawahu min al-hadis shu o'z rivoyat qilgan az-zahab az-zahab. Masalan, bir misl duo ashir hadislarga asoslanib turib shunda degan.
Ağacı kısmını da muhallakın oğulları katli olmayla geçkanlar. Aşına borsun tokanını kılgap. Aşını altında ayrım süzülüp ayrım satsa zengin çıkıyor. Çünkü hadisden lima ravahu minel hadis yanında la tabi'u zahab bil-zahab illa meslen bi mesl degan müşahhis tayinganlik uchun altınga o'xshash holat satsa, tang satsa degan ekan, altınni ayirib ol. Yoki altınni ayirmagan taqdirda uni yasagan chaqda buni manchak oltin qatildi deb tamg'urdigash va mo'r besilgan bo'lsa, shuni ishinish bo'lsa, kasb ahlining ichida. Mayli, masalan, ayirmamasdan shu oltin, kumush, zinnatlarga unda tamg'urildi. Bu 18'lik, ya 24'lik, ya 21'lik deb tamg'urdi, shuningga odatda ishinidan. Endi bir ishinish bo'lsa, bu chaqda buning oltini mancha gram ekan, buning qarshiligida mancha pul. Ma gramga yasham shariya soat mancha pul deb so'zlasi bo'ldi. المسألة الثالثة اتفق العلماء على أن من شرط الصرف أن يقع ناجزا. Alimlarimiz burada ittifak geldi. Muş pul almashtırışının şartı naq bo'lish kerak deb ittifaqlashdi. Ma ilgirkenimlikende alimlarning ittifoqi İslam'ın kumush oltin yaltılgan narsalarniki. Şu rajihni. Bu Hazreti Muaviyaninki beklam aciz. Unga sahabelar raddiya bergan. İmam Şafii'nin delili. İmam Şafii'nin saljallo. Çünkü şu nas dereceli hadisga tayandı İmam Şafii. Hadisning derecesi qanday ekan? Muslimlik. Xarajahu Muslim bo'ldim. واختلفوا في الزمان الذي يحد هذا المعنى. Yani qanchalik vaqt o'tib qolsa naq degan dairdan chiqib nisi dairga o'tib ketadi. Bu zamonning chekchigisi qanchalik shuni belgilashda, bekitishda ixtiloflashib qoldi deydi. فقال أبو حنيفة والشافعي الصرف يقع ناجزا ما لم يفترق المتصارفان تعجل أو تأخر القبض. İmam Abu Hanife ve Şafii, İmam Ahmed müşülülen billah. Yani cumhurul ulema depti. İki taraf sel aldırırsın ya sel keşik kalsın iş kılıp pul almaştırgan iki taraf ayrılıp ketmegen halatı bolsalam bu nah hesabı buldu. Mesela biz sarrafdan kaçışıydı. Sebep dolarını verdik. Hani o şirkette bir pul açıkışka ya şikayetini açıp onun pulunu ellep sanap kıyıcı ya ki sel toxtapta pul ekli oturdu da birisi pulunu götürüp gelgen bolsa onun açıp yo çıkarıp manu ötkizip berip bu andın sizga sanap berip qiyilish artishga vaqt o'tadi. Ikkala ayrılmaymış bunda. Billa turgan holatda bo'lsa, sal kechikib qolsa-mu, mayli o naq bo'g'a hisobda. Wa qala Malikun in ta'akhkhara al-qabd fi al-majlis batala as-sarf. Shu so'rinda sal kechikib qolsa, pul almashtirishda kechikib qolsa, sarf muomalasi bekor bo'lib ketdi dedi. Inovatsiz. Wa in lam yaftariqa, ikkala ayrılmasmi? Ayrılmadı, billa turadi, lekin biz vaqtimiz degandek ba'zi ishlardan kechikib qoldi. Ha, sal kechikib qolsa, bu bekor bo'lib ketadi. Hatta karihal muvaadata fi. Hattaki aşında muamele qilib, masalan 10 minutdan keyin 10 minut tutsa, beray deb bunda va'da berishni makruh deb qaradi. وسبب الخلاف ترددهم في مفهوم قوله صلى الله عليه وسلم إلا هاء وهاء. بيأت هذا sebebi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin aşağı seyyedisizike illa ha'an ve ha degan muş ibaresini qanda tushunishga taraddudiga berib taqildi. Yani illa ha'an ve ha deganni biz degan to'q. Naq. Yani oldin ba'din deb, qul va ha deymiz. Ha dendi. Yani naq qul ma tarafdan berib ma tarafda eshitgandek mazmun deydi. Bu shuni tushunishda ixtiloflashib qoldi. Va derken hada yaxtalifu bil aqall val akthar. Yani bu vaqtning uzun qisqaligida o'xshash chiqmaydi. Mesela 20 minut saqlamdi, 2 minut saqlamdi, 5 minut saqlamdi. Undan da har xil bo'lib qoladi. Famar ra'a anna hada al-lafza salihun liman lam yaftariq min al-majlis. Ba'zilar ikkala ayrilmagandan lam ha va ha bo'lgan bo'ladi deb qarasa, ani annahu yutlaqu alayhi annahu ba'a ha va ha. Yani naq qo'l-qo'l satgan bo'ladi deb ismni qo'yilib bo'ldi buningga. Deb qarasa, qala yajuzu at-ta'khiru fil majlis. Yani jumhurning qarashi shu so'rinda ayrılib ketmagan holatda sal kechiksa bo'ladi deb qaradi. Va marra anna al-lafz la yasihhu illa idha waqa'a al-qabd min al-mutasarifayn 'ala al-fawr. Kachida pullarni topshirish bo'lsa, andin ha va ha bo'ladi deganlar, yani Maliki mazhabdagilar qala in ta'akhkhara al-qabd 'an al-'aqd fi al-majlis. Pulning qarshiligini topshirib elish shu so'ringa to'xtamlashgan chaqdan sal kechikib qolsa, bu sarf bekor bo'lib ketadi, inovatsiz bo'ldi deb qaradi. Nima uchun esa littifaqihim ala hadha al-ma'na lam yajuz indahum fi as-sarf hawalatun wala hamalatun wala khiyar.
Şu sorunda sal kishib qolsa, bu bekovlab ketdi. Littifaqihim ala hadal ma'na. Mushi mazmunga hamda bular Malikimizda tikla ittifoq kelgan bo'lg'achqa, lam yajuz indahum. Ashularning qarshida mush sarf ishini qilgan chaqda havola qilishim joiz emas. Havola degan, masalan, dollarni almashtirmoqchi bo'lsa, dollarni qo'limizga olib qo'yib, uningga yen bermoqchi tutib biz. Yen bermoqchi tutib. Ma yenni amtaqundan ilvaslar deb boshqa odamni ko'rsatib qo'ysa joiz emas. Chunki bu yerda vaqt uzrib ketadi. Wala hamala deymiz-ku. Hamala degan, masalan, ikki taraf urushib qolgan chaqda buni yarashtirib sulh qilish uchun ba'zida masalan, u ma'no kelmay, buni ma'no kelmay nöqt qilsam, birisi masalan 10 ming ko'y ba'zi olmayman, biz 8 ming ko'y birman, buni ochmayman deb qolsa 2 ming ko'y bo'ldi. Men yenimdan bir o'tay, ikkinchi bir yarish qilib tugatilgan mashina deb islohotchidan bilsa, yeniden chiqarib bir o'tadi. Şuna racülün tahammala hamalatan ya zekat az dürüst oldu diyen bir hadis var. Biz iki kavimni şullaştırış için üstüge pul yüklüvagan bolsa, men to'layman deb yüklüvagan bolsa, bunun zekat dürüst kıldı diyen hadiste şunda kelgan. Yani şunda şullaştırış için men yenimden bir ay deb üstüge algan pul olib qolsa, aşını hamda aşı nima bermoqchi tayna deb sarf qilgan chog'da biz sizga bermoqchi bo'lgan pulni armida ilvilang deb uni ko'rsatib qo'ysak bo'lmaydi. O'xshash bo'lib qoldi ekan. Wala xiyar ham ixtiyorlik qildi. Masalan, sarfda men almashtirdik, lekin 3 kungacha biz endi sholish ixtiyorimiz bor degandek, odatga so'tildi xiyar o'tdi, xiyar bayoldi. Undami joiz bo'lmaydi deb ittifoq kelgan bo'lg'achi. Bu endi balki jumhur olimlar ittifoq kelgan, hamma olimlar ittifoq kelgan masala bo'lishi mumkin. Va Maliki mazhabdagilar batıllar deb mush ittifoqni asos qilib olgan bo'lishi mumkin. Ya'ni ulamalar shunda havola qilishda, hamalda, xiyarda joiz bo'lmaydi degan, sarfda mush narsa joiz bo'lmaydi degan, bu kechikib qolganlikdan joiz bo'lmagan, so'rindi mo kisal kechikib qolsa bo'lmaydi demoqchi bo'lishim. إلا ما حكي عن أبي ثور أنه أجاز فيه الخيار. من خيار جائز ميت، أما علم جائز ميت ديان. لكن أبو ثور دن خيار جائز بلودو ديان رواية مكتوب. ومن ده برشاز رواية كنا. واختلف في المذهب في التأخير الذي يغلب عليه المتصارفان أو أحدهما. في المذهب مالكي مذهب تا من ده بالاختلاف قلنا. أجر pul almashtirayotgan ikki taraf yoki bir taraf majburan kechikib qolsa, bir ishga majburlanib qilib kechikishga majburlanib qolsa qanday bo'ladi deganda Maliki mazhabda bu kechikishga qat'iy bo'lmaydi dedi-ku. Boshqalarida shu so'rinda ayrilmagan bo'lsa mayli deganda. Undan boshqa mazhabdagilar qolib qoldi ayadi. Maliki mazhabning sizga bu kechikib qilishga majburlab qolsa qanday? Rufa'an ummati al-xata va nisyan va mastukrihu alayhi bo'lgan ekan, u majburlab qoldi desa ixtilof bo'libdi. Yani bunun iradesine üstün kildiğen, ularına inde keşik durup koyduğun bir iş bulattandı. Ya bazı tok ketip kaldığımız, ama şu sana prezi tok ketip o. Şunu koşaşımdı. Ya pul almashtirası sakşı kep kalıdı o kaçı joşturup lan, bizim turup kalıdı o meslenimdi. Famarratan qila fihi innahu mislulladhi yaqa'u bil ikhtiyar. Bazıda ihtiyari bo'lganda bu cheklindi deb aqtdi. Va marratan qila innahu laysa kadhalik. Ya bunun da afu qilib geldim baken. Fi tafasil lahum fi zalik. Buna tafsil to'xtalib ketibdi. Laysa qasduna zikruha fi hadha al-kitab. Bizning kitobda uning tafsili tavassusini bayon qilishni maqsad qilmagan. Albatta mana jumhurning shu kuchliq. Shu billa ayrilmay bunda qalishib turgan ekan, qo'yib bermagan ekan, bu naq hisobidan. İmam Malik'in 1,5 minut bo'lmaydi gaplar bunda. Uning o'lchimi qanchalik endi? 20 minutmi, 1 minutmi, 2 minutmi yo 5 minutmi? Chunki naq degani shu oraliqda ya 5 minut, ya 15 minut, ya 1 minut anda o'tish kerak. Buning o'lchimi yo'q. $100 olib chiqaradi. Dollarni bilan almashtirishni o'xshamaydi. O'xshash shu sarf. Sarf bo'lgan jins o'xshamaydi bundan. Yo'q. Shundan da naq bo'lish kerak. Lekin birisi ortiq birisi kam bo'lsa mayli, jinsi o'xshamagan ekan. إذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم إن كان يدا بيد. Biz sarfta yeden biyet bo'lishi ijma'an shartdir. المسألة الرابعة اختلف العلماء في من اصطرف دراهم بدنانير ثم وجد فيها درهما زائفا. Endi tengini tillaga almashtirdi. Almashtirgandan keyin shu tengining ichida bir tanga sal jaraq, sifati nacharroq bunda chiqib qolsa, ba'zan dollar almashtirgan jadollardan misq qoldi-ku. Masalan, ayında bo'lib qolsa, olimlar bir taraf qilishda ixtiloflashdi. Zaif degan jasini nima deyishimiz mumkin?
yoki azroq mis yo tumi aralashtirilgan 50%lik yo 30% oltin va saq emas unda. Va qog'oz pulning josi 1% bishko'g'im yarmasligi mumkin. Endi oltinning josi, tilla tengilning josida ma'lum %da tumi yo mis binasi bor, lekin yana oltin azroq bor bo'lishi mumkin. Buni hammasi zaif bo'ldi. Fa arada radda, shuni qaytirib qo'ymoqchi bo'ldi. Ma dollarlari joy chiqib qoldi yoki ma 100 ko'ylik ma'qul joy chiqib qoldi deb aytildi-ku. Qaytirib qo'ymoqchi bo'ldi. Faqal malik yantaqidu sarf. Mushu pul almashtirgan mush soda hammasi buzib ketdi. Ashamni pulni endirdi. Shuni ichida jasimi bor. Yani hammalar o'zining pulni qo'lga oladi demoqchi ekan. Yani buni parchalab bunda cho'maymiz. Butun muomala qilamiz demoqchi ekan. وإن كانت دنانير كثيرة انتقد منها دينار لدرهم فما فوقه إلى صرف دينار nurg'un tillani almashtirgan bo'lsa, masalan 1000 tillani almashtirdi, shunami? Endi har bir tillaga 10 tangadan to'g'ri kelibdi. Hozir 1 dollarga 6 ko'y almashtiramiz-ku. Har bir tillaga 10 tangadan almashtirdi. Undan ekan nurg'un tangani almashtirgan bo'lsa, intaqada minha dinarun lid-dirhami fama fawqahu ila sarf dinar. Bir tillaga udul qildigan dirhamga qadar joy chiqib qolsa, ya'ni bu 1 dan tortib 10 qadar joy chiqib qolsa demakchi. Bir tillani qarshiliqqa 10 tanga gitti. 1 tanga ya 2 ya 3 ya 10 qadar joy chiqib qolsa, bu 1 tillaning qarshiliqida joy chiqqan bo'ldi-ku. Undan keyin ko'p tillani almashtirgan taqdirda 1 tillaning qarshiliqida joy chiqib qolsa, shu 1 tillaning savdosi bekor bo'lib ketib qoldi deydi. 1 tillani yandirdi. Ya'ni uni shu buzuq tanganing qarshiliqida saq tangani basi bo'ldi demoqchi. 1000 dollar almashtirmoqchi bo'lsak, shu yerda 100 dollar joy chiqib qolgan bo'lsa, shundan qaytarib. Shu 100 dollardan qaytarsak, shundan qarshiliq 600 ko'rsa, yangi bir 100 dollar qog'ozning bizasi bo'ldi ekan. 900 ningki u qapqil yurdi demoqchi ekan. Lekin 1 tillaning so'rlashgan bo'lsa, 1 tangada joy qo'yib qolsa, hammani buzutimiz deb. Chunki u 1 tillaning parchasi bo'lmaydi deb. Fa in zada dirhamun ala dinarin intaqada minha dinarun akhar. Mesela 10 tangadan shunda ishla 11 bo'lsa, o'sha 2 tillani qaytarasiz. Çünkü işkitullah tavanasını çıktı. Ve hakeza ma beynehu ve beyne yentehiye ila sarf dinar. Demek 11'den tartib 20'ye kadar yeni bir tenginin almashtirish kıymeti olduğu, 1'den tartib 10 kadar 1 tenge tava. 11'den tartib 20 kadar yeni 1 tenge kadar ayında 1000 yurdi. Qanchalikning qarshiligida joy chiqib qolsa, shunchalikni bekor qilib o'tamiz, qog'ini qo'lda qilaverdi debdi. Buzib ketdi. Sarf buzib ketdi. Pulni almashtirish mush to'xtam, mush savdo buzib ketdi. Xuddi intaqada tahara deganda. Intaqada buzib ketdi. Tartib buzildi, sen intaqada tahara deymiz-ku? Intaqada wudu masalan. 10 oralig'ida bir hisoblaymiz. Agar 20 qishoqlab qolib qolsa, onu bir hisoblab, yana undan keyingi onu yana bir hisoblaymiz. Ha, shunda. Masalan, birindan 10 kadar 5, 6, 7 ya 1 mesela. Bunda bo'lib qolsa, shu bir tillaning qarshilig'i kashil chiqqan bo'ldi. Bir tillani tutun qaytiramiz. Endi 11 bo'lsa, bir tillaning chata chiqib, yana ikkinchi bir tillaning chata chiqqan bo'ldi. Shuna 2 tilla bo'ldi. 20 ga qadar 19 bo'lsa 2 tilla. 20 bo'lsa 2 tilla. Endi 21 bo'lsa 3 tilla. فإن زاد درهم على دينار انتقد منها دينار آخر وهكذا ما بينه وبين أن ينتهي إلى صرف دينار. Demek bir tilla bo'lgan bo'lsa, uningdan yana bir tilla qadar shu 10dan 11 qadar, 10dan 20 qadar, 20 dan 30 qadar shunda 1000 yurdi deydi. Yani bir tilla to'liq bo'lgan qadar 1000 yurdi. Qala va in radiya bid-dirham az-zaif lam yabtul min as-sarf shay. Rozi bo'lgandan keyin o'zining haqqi bo'libdi bo'lsa, jaraq chiqib qolsin, mayli deyversa, bu almashtirish saq bo'laverdi deydi. Ba'zan da mesela 100 ming almashtirsak, odatdan dollarchidan almashtirsak, rasmiy bankaga o'tkazmoqchi bo'lganimizda bir qog'oz, ikki qog'oz chataq chiqib qolgan hol. Bizdan mushib 100 ga 200 ga o'shanda ta'tin ko'tarib boramanmi? Yaxshi jilolimiz, bo'pti maylandi. Eshay biri buni qilib ishini doya, ishini uni kari qilishcha bo'ldi, birazda ketib qolsa, mayli, bo'pti mayli deysiz. Lekin jiqosi bo'pti mayli demaydimi? Yani rozi bo'lib qolsa degani o'zi rozi bo'lgandan keyin o'zining haqqidan tanozul qilgan bo'ldi, mayli deydi. Wa qala Abu Hanifa la yabtul as-sarf bid-dirham az-zaif. Imom Abu Hanifa yo'q, u almashtirishni bekor qilyapmaymiz, buzib ketdi demaymiz uni. Wa yajuz tabdiluhu ila an takuna az-zuyufu nisf ad-darahim aw akthar.
uni almashtirsaqlam bo'ldi. Mesela mava ja chiqib qoldi. Masal buzuqga mana almashtirib paslarda buzuqinlam, jasinlam almashtirmiz ishtuyda. Faqatlam 50% dan jiqroq ja chiqib qolsa, hamma ko'tariblam asli hojam ma'qulmi? Chataqgan deb lam endirpimiz de. Fayn raddaha batala sarfu fil mardud. Agar qaytirib qolsa, qaytumusim bo'ldi, almashtirib bo'ldi dedik. Lekin qaytirib qolsa, shu qaytug'an miqdorda birini endirsa, shu birining almashtirishi shu bekolib ketgan. Boshqasida saqulava dedi. Wa qala Thawri idza radda az-zuyufa kana mukhayyaran. Thawri gaptamda, jasini qaytirsa, o'zining ixtiyorligi bor. Khalisa abdalaha saqalmashtirdi. Aw yakuna sharikan lahu biqadri zalika fi ad-dananir. Yoki ashuningda tilla egisiga shirik bo'ldi debdi. Endi shu jasini qaytirib o'tib qoldi, nima? Qaytirsa, tanga egisi ixtiyorligi bor dedi. Nima? İnsha abdala xalta uni almashtirib berdi. Aw yakun sharikan lahu yoki tillaning egisiga shirik bo'ldi dedi. Biqadri zalika fi ad-dananir. Shu qaytirib bergini qancha dinarga udilkidan bo'lsa, shu miqdorda uningga shirik bo'ldi debdi. Ziyanatan ko'tarilmoqchi. Xuddan ziyanatan ko'tardi degandek. Masalan, tangininki 50% ja chiqishi mumkin, 70% ja chiqishi mumkin. Muqim bo'lmagan ekan, shuningga shirik bo'ldi degan, ziyanatan ko'tardi degan ma'nodamiz. Başlıca idarada zuyufa av tengini başlık paylaşımda tengini cahitlendir. Yani muhayyar inşa abdüllah. Demek tengini ise halis almışlık burada halis cahatengini bir denge yapalım. Halisa cahatengini onunla sakmı kaytırıp durdu. Almashtirib beraymi kasladi. Endi xolisa almashtirishga unumidi bu. Unisa shirk bo'ldi ekan. Tillarni egizga bu jatangini bergan kishi shirk bo'ldi. Ya'ni bundan qancha jaliq chiqdi desa, manchilik desa, shuni shirk qilib tan ko'tarib o'xshaydi yani. Tavri shunda debdi. Nima uchun shirk bo'ldi bunga? وقال أحمد لا يبطل الصرف بالرد قليلا كان أو كثيرا. وأزغنا يا جك مثلا إمام أبو حنيفة اللي برسنن قصة بكوار كده دزوا أزوسن جكوسن أزوس بزلمايدو ديجند أبو حنيفة لا أخشاش. لكن جكوسا هم بزلمايدو ديجند أبو حنيفة كه أخشمايدا. أزوسن جكوسن وصرف معاملة بكوار كده ما يدو دبته. وابن وهب من أصحاب مالك يجوز البدل في الصرف. هم ده إمام مالك وبدل المشترش كون مغانتوا. Lekin shogirdlardan Ibn Wahb badalas bo'ldi deb Imom Abu Hanifaning qarishi emasdan. Imom Ahmadning qarishini qabul qildi ular. Ya'ni jumhurning qarishini qabul qildi deydilar. Jumhur asosan o'rni almashtirish bo'ldi deganda. Ba'zi bir ixtilof bo'lsin. Wa huwa mabniun ala anna al-ghalabata ala an-nadhirati fi as-sarf laysa laha ta'thirun wa la siyama fi al-ba'd wa huwa ahsan. Bu Ibn Wahbning jumhurning qarishini tutqanligi nimaning ustiga qurilgan? على أن الغلبة على النظرة في الصرف ليس لها تأثير ولا سيما في البعض. يعني النظرة دي انتظار مهلة قامدة وإن كان ذو أسرة فنظيرة إلى ميسرة. أنه مش كتب ترشتا غلبة دي مجبور لق تسكوت غلبت ديمزوا غلب عليه دي قبل شخص مثلا مجبور لق قاسة إذن إرادسز شارسز أشندا ساقلاب ترشتا مجبور لق باغان أهوال قطار دين دمكشكين. Bunda mecbur kechikishib qolsa, bu sarfga ta'sir etkazmaydi. Yani maqsadli kechiktirish bo'lmadi bu. Bu uqmay balkim jasini birib qoldi. Keyin ondan uni qaytirib akeldi. Demak, hozir qaytirib akagini, oshini qo'liga saq topshirib olishni kechikdi-ku. Bu hamma savdo qilgan dollar ya oltinniki bir qism bu. Masalan, $1000 almashtirgan bo'lsak, biz bir qog'ozni ko'tarib keldik-ku majakenda. Bir qog'ozda qo'lga topshirish ilish kechikdi degan ma'lum. Lekin mush kechikishda biz majbur bo'lib qoldik deb. Al-ghalaba fi an-nadri. Saqlab turib bir muddat o'tib ketishga majburiy dasab qoldik. Unda olgan bu majburiy unda bir dasab qilishning ta'siri yo'q demakchi. Bu durust deganimiz. Durust demakchi. Ya'ni hozir durust degan bu jumhurning qarashini, ondan jumhurning qarashini tutgan Imom Malikning shogirdining qarashini tarjih qilyapti. Va huwa ahsan. Mana tarjih degan gap. Mushu bak yaxshi. Ana shu qaysi buzuq chiqsa, bir qog'oz buzuqsa, shuni almashtirsam bo'ldi degan. Bo'lmasa Imom Malik deganda xuddamda butun nima qilsa degandek yoki uning boshqaroq bir qaraganda. Lekin jumhur ashulan buzildi dedi. Almashtirsam bo'ldi dedi. Va an Shafi'i fi butlan as-sarf biz-zuyuf qawlan. Ana Imom Shafi'ning qarashi ham ketdi buni.
Aslında ja chiqib qolsa, bu sarf muomalasi bika bo'lib ketamdi, ketmam degan masala ikki xil so'zi bor. Bika bo'lib ketadi va bika bo'lib ketmaydi degan ikki xil qarash keldi dedi. فيتحصل لفقهاء الأمصار في هذه المسألة 4 أقوال. Davaniken fuqaha al-amsarning mush masalada 4 xil qarashi xulosalab chiqdi dedi. قول بإبطال الصرف مطلقا عند الرد، وقول بإتيان الصرف ووجوب البدل، وقول بالفرق بين القليل والكثير، وقول بالتخيير بين بدل الزائف أو يكون شريكا له. يعني مش تدخل قراشنا يجلس لهم بس يقدر بيان قلب التوقع. وسبب الخلاف في هذا كله خلاص تعال سبب ما هل الغلبة على التأخير في الصرف مؤثرة فيه أو غير مؤثرة؟ Yani kechiktirishga majbur bo'lib qolgan ahvolda bu sarfni joiz emasligiga ta'sir ko'rsatildi, ko'rsatilmadi degan masalaga berib taqildi. Va in kana mu'athiratan faliya mu'athiratun fil qalil aw fil kathir. Ta'sir ko'rsatib qoldi degan taqdirda bu hammaga bir aqlam ta'sir ko'rsatamdi yoki shu joy chiqib qolgan qismi bilan ta'sir ko'rsatamdi. Va amma vujudun nuqson degan ashi Imom Malikning qarshiligi shu. Ecel fiyat dirhemen zayıfen diyen şu kemlikni pişirtip kaldı o. فَاِنَّ الْمَذْهَبَ اِتْتَرَفَ ف۪يهِ. Yani bu kemlikni bikitişti mi ıhtabışıp kaptı. Her kılamda gepla bakın. اِتْتَرَفَ ف۪يهِ diyendiken bu ne ibaret? فَاِنَّ الْمَذْهَبِ اِتْتَرَفَ ف۪يهِ. Maliki mezhebine tenkit kılıçtın ibaret. Geçsi bir kıl gep kılanmay, bunda her kıllar yalnız gep kaldı dedi. فمرة قال فيه إنه إن رضي بالنقصان جاز الصرف. Bir qatında kim bulab qolsa mayli bo'pti deyversa sarf buzilmay joiz bo'laveradi debdi. Va in talabal badala intaqada sarf mana. Yo'q, mana almashtirib bersa deb tursa bu sarf so'zisi buzilib ketadi debdi. Qiyasan ala zuyuf. Kim bo'lsa zuyuf. Zuyufdimi kim bo'ldi-ku odatda. Shuni qiyos qilib kim bo'ldi deb. Vujudun nuqson degani pul kam chiqib qolsa dengga o'xshaydi. Masalan 100 qog'ozni biz bog'laydi-ku, 99, 98 chiqib qoldi ahvol bor. Bunda kim bo'lib qolsa, Maliki mazhab sal egizpas gap qilib qoldi buningda. Ba'zida kim bo'lib qolsin, mayli deysa bu pul almashtirish to'g'ri bo'ldi deb. Ba'zida ja chiqib qolganga qiyos qilib turib, joiz bo'lmaydi dedi. Va maratan qala yabtul sarfu va in radabi. Ya'ni ba'zida rozi bo'lsa bikavlab ketadimi so'da deb. Razı olmaz mı? Ya cep bulab qolsa rozi bo'lib ketadi. Sen 1 millionni qilsa 100 ga endi hammasini mayli. Agar enaqa yoki adamgarchilikdan voy mayli bo'pti, rozi bo'ldim deydi turashma. Dollar almashtirib qadamlamanda. Enaqa pulga o bizning malida, yana bir odamning malida nechidan oladi bir kunda. Shu yerda endi ya 5-6 ton ishni shunda oldi, pul almashtirib berdi. Buni o ayatsi borib, endi u mayliqqa yana ayatsi boshqadan berdi. Bir vaqtda masalan inqisob ilishib ketgan darliqdan uni uqamay qolib qolsanda o'ziga yuklandingiz yani. Siz boshqalarni olgan chaqda undan tekshirib jinni olmoqsiz. Diqqat qiling bundan keyin. O'ziga ziyon ta'sa, sal diqqat qiling buni. Ayollardan tantalligingga. Ya. Qo'l-qo'lni to'yingiz. Kimdan jasini olgan shu odamga yandirib turgan gap u, uni yandirib turdi, o'zini topolmasa o'zida qolgan gap. Qo'lida qildi. Va huwa daifun razi olsunmi? Bikavlab ketadigan bak aciz. Demek Maliki mazhabning ba'zi qarashlarini ajizda tanqiladi. Vaqtalafu aydan idza qabada ba'da as-sarfi wa ta'akhkhara ba'dahu. Ma masalamda pul olmishtirgan chaqda bir qismini qo'limizga tashib oldik. Azroq to'liqlagan pullarni tutibsizlar. Pul akasin bankning pul eklayotibdi. Yoki ishkabni ichib 5000 tenge apray degandek bunda kechikib qolsa demakchi. Ani as-sarful munaqida ala tanajiz. Yani naqd so'zlashgan bir pul almashtirishning bir qism pulni berib qo'ygandan keyin bir qismini saqlab turish masalasi. Faqila yabtul sarf kullu. Bir qismini kechiktirib qo'ysa, sarf butunlay inovatsiz bo'lib ketadi deyilibdi. Va bihi qala Shafi'i va qila yabtulu minhu al-mutaakhir faqat. Kechikib qolgan qismi bilan bekavlab ketadi. Qo'lga olib qo'ygan qanchalik dollarga udul qilgan pulni olib qo'ygan bo'lsa, shunga loyiq Mesela $1000 bergan bo'lsa, $500 ga loyiq pulni sanab berdi. $500 ga loyiq pulni tutsa degan bo'lsa, o'sha $500 sarfi hisob bo'ldi, $500 hisob bo'lmadi deymiz. Kechiktirib, AKP'nikini o'qishni elib ketayotgan bunaqa qildim. Tasavvur badluk ketdim. Bo'lmaydi, joiz emas. Bu yangi bir xil jazoni shakllanadi. Sarf buzilgan islom jazoni shakllangan hisob bo'ldi. Endi bu yerda biz dedik
ikkilan ayrılmagan takdirde cumhur bo'ldi hesap degan to'g'ri. Ma'u balki ayrılganını görsün. Mesela $1000 bağdık, $5 bizge koy bade, $5 karşılığı eti bir ay, eti elvasla ise bu keşif tügen oldu. Davan iken Hanefi mezhepte İmam Ebu Hanife ve sahiben ndokırayken $5 hesap oldu, $5 inavesi deyken. Vel kavlani fil mezhep. Bu şu İmam Şafii'nin ve İmam Ebu Hanife'nin karışları iki xil qarash, Maliki mezhepte işkilisi bakiyen. Demek Maliki'nin bir kısmı Ebu Hanife'den, bir kısmı Şafii'den. Ve mebnel hilafi, el hilafu fi safqatil vahide yukhalituha haramun ve halalun hel tabtulu safqatu kulluha evul haramu minha fakat. Bu şu meselelik talaş tartış başka meseledeki talaş tartışının üstü kurulgan. Yani bir soğuda hem halal hem haram narsa arlaştırıp soğudlaşkan bolsa hemimiz bir kağıda kitamdı ya ki haramdan olan bir kağıda kitamdı yani münazir kılıp bir kişi maliki mezhep alimlerden birinden soğudu. Sen bir narsadan bir şişe ya bir tulum arakın soğudlaşkan bolsa soğuduş bulap ki andın arakın kenin ağası acayip olavramdı diyen mesela. Birisi mesela okuma yaşında bir şişe arakını yani bir konlekni ikisini bizi soğudu kıygan bolsa arakın pulu manşpul emige manşpul bir lada. Bıraklam soğudu kıygan bolsa biz arakını inavası için biz Müslüman bunu okumayız. Tabi inavası kılarsak soğudunun ki bir kısmı inavası oldu konlekni ele görünmez diyendik. Ya ki hemmisi bıraklam müzik kitamdı. Bunu da talaş tartış boğallık için meğer ki meseldi mu? Talaş tartış buldu. المسألة الخامسة أجمع العلماء على أن المراطلة جائزة في الذهب بالذهب وفي الفضة بالفضة. المراطلة ديان رطلات ستيشتين. رطل ديان بجنگ ديان دكيب. جنگلات ستيشتين gap. Qadak. Amerika'da kilo işletme qadak şirketi qadak. Qadak. Qadak damda buna ratlını. Bu şu bizden yakın narsa. Qadak lap setiş, ya ki cınglap setiş, tarazlap setiş degende. Alimlar hammasi birdek ittifoqlaydi. Altınga, kumushga cınglap tang aşında sası buludu. Yani bu muratal degan aslida bir mezondan masalan, bir tarazdagi ikki taxsi bo'ldi emasmi? Shu tarazga bir taxsiga biz oltinni qo'ysak, bir taxsiga qarshi taraf oltinni qo'ysa, tang kelsa undan so'rilish iborat. Muratal degan shunday bor. Yani kullu vahid yada'u zahabahu fi kaffa min kaffayil mizan. Said ibn Musayyib shunda izohlagan muratalar degan. Bu ko'pincha Maliki mazhabning iboratlarimiş. Boshqa mazhabda unda shu. Nima uchun ekanini mana oltinni Musu bekarlıkta okuş altını böyle tekşifilmez. Sal okşamayla altın çok. Birisi kepek altın, birisi nokça altın. Belki esvap şekilde bolsa tekşif mümkün. Majgim birlike bilazken, ava izgim tötlike nokça altınken, zibizunnet ihtiyacı olan iken o toyluqam nokça altın koyulman iken kızdan muskit seliş gerek olan iken zibizunnet lazım bizge. Şulan Allah dep olan gap. وإن اختلف العدد الاتفاق الوزن إغرلقة أخشش بوغاچقا sani o'xshash bo'lmasin bulardi. Mesela tillardan 5 ni qo'yibdim ayonga. Mana tillardan 4 ni qo'yibdi. Egirlik tang chiqdi. Mayli bulardi. San muhim emas, bir egirlik muhim demoqchi. Wa zalika idza kanat sifatu dhahabayn wahida. Mana ikki oltinning sifati o'xshash bo'lsa, sifati degan mesela 21lik, 24lik degandek. 39lik yoki. Wa thani an yanqusa ahadu adh-dhahabayn an al-akhar. واختلفوا في المراطلة في موضعين. Hamda ikki o'rinda bunda jinglab setish deyli, hamda qadaqlab setish, jinglab setishni to'g'ri tepishda ixtiloflashib qoldi. Ahadihima an taxtalifa sifatu adh-dhahabayn. Birinchisi, ash ikki oltinning sifati o'xshash bo'lmay qolsa. Ikkinchisi an yanqusa ahadu adh-dhahabayn an al-akhar. Ikki oltinning biri kamroq bo'lib qolsa. فَيُرِيدُ الْآخَرُ أَنْ يَزِيدَ بِذَلِكَ عَرَضًا. Endi biri kam bo'lgan ekan, kam oltin va adam kamlikning qarshiligiga bir tovarni qo'shib bermoqchi bo'ldi yoki tangini qo'shib bermoqchi bo'ldi. Imkoniyatni muratala bidar. Oltin almashtirgan ahvolda, oltin qadaqlashib sodiqi ahvolda, oltin kamroq adam ya uningga bir ko'nglak qatib bir ekan, yoki bir tangi qatib bir ekan, unda qatib berib bo'shliqni to'ldirmoqchi bo'ldi ekan. Aw zahaban imkoniyatul muratalatu bidarahim yoki tangi almashtirgan bo'lsa, uning kameriga oltin to'liqlab bermoqchi bo'ldi ekan.
فذهب مالك أما في الموضع الأول أن الإمام مالك برنج مسألة دبته وهو أن يختلف جنس المراطل بهما في الجودة والرداءة أنه متى راطل بأحدهما بصنف من الذهب الواحدة من الذهب الواحد ديله وأخرج الآخر الذهبين برنج ورن قايسيتة ise qadaqlashgan oltinninki jinsi o'xshashin biz sifatlik biz sifatsiz bitta farq bor fil jawdati va radaa bunda bo'lgan holda bir taraf bir xil oltin bilan qo'yibdi mesela 21lik oltinni qo'yibdi ha yo 39lik oltinni qo'yibdi bir tarafdan chiqqan oltinni ikkinchi taraf ikki xil oltin qo'yibdi وأخرج الآخر ذهبين من شخل ألتن شقادين أحدهما أجود من ذلك الصنف الواحد والآخر أردى قارساتنا برخل ألتن واحد ونن برخل ألتن واسا ما قارسترب شخل ألتن شقربتو بو شخل ألتن برسا قارساتنا ألتن إسلركين يعني برسا توركين أحدهما أجود من ذلك الصنف الواحد والآخر أردى فإن ذلك عنده لا يجوز بالناس بما يدرب وإن كان الصنف الواحد من الذهبين عن الذي أخرجه وحده أجود من الذهبين برترتنا برخل ألتنا ما ترتنا شخل ألتنا شكلستن إسلولب كتب قاسا من الذهبين المختلفين اللذين أخرجهم الآخر برسا شخل ألتنا شخاغان لكن شخل ألتنا شكلسة ترتنا برخل ألتنا توينكين ناشرراكين ياكي إسلركين أو مثل أحدهما وأجمل من الثاني ياكي برجع أخشش كب قلدغان بردن إسلركين جازت المراطلة عنده بندا هالدا جنلاب ساسي بلودو دبتو بند إمام مالك'ның بكلام چونقurlab tafsilini qilgan ishtirkin ya birinci ahvalda mesela bir taraf 21lik altınla koydu. Yani bir taraf azraq 24lik, yani birisi 18'likni koydu. Hem de maşkini meselede bir taraf 21'likni koydu, yani bir taraf bir kısmı 24'lik, yani birisi 22'lik mesela. Yani ikisi acayip degan bo'ldi. Yoki birisi ashunga o'xshash, yani bir kısmı ondan ubdarroq. Yani yuqoriroq demakchi buningdan biz. Buni joiz debdi. Wa qala ash-Shafi'i idha ikhtalafa adh-dhahaban fala yajuzu dhalik. İkisi o'xshash bo'lmasa oltindan joiz bo'lmaydi debdi. Yani süpte o'xshash bo'lmasa. 21'lik, 24'lik, 18'lik yani. وقال أبو حنيفة وجميع الكوفيين والبصريين يجوز جميع ذلك. أبو حنيفة وكوفة عالمlarının hamısı, Basra عالمlarının hamısı aş yuqordagilarning hamısı joiz bo'ldi. Ajvad min ath-thani o degan gapning hamısı joiz bo'ldi. İmam Şafii bo'lmaydigini littafadul. Chunki birisining qimmati birisining qimmatidan ortiq bo'lmaydi demoqchi. Nimga o'xshash gap shular Qur'on uchun. Ha, anda lil-jahl bi miqdari degan. Ma'noda birisi birisidan ortiq bo'ladi deb turoldi. Va umdatu mazhab Malikin fi man'ihi zalika al-ittihamu. İmam Malik nima uchun buni shaklda bo'lmaydi dedi. Yoki ba'zi bir qismini bo'ldi deb, ko'pincha qismini bo'lmaydi desa, bu shunda gumon bilan qaraydi. Niyat shataq bilan وهو مصير إلى القول بسد الذرائع. يعني شunda cezaniga yo'l ochib, bahona qilib oldigan ishlarning hamma eg'zini taqib dumlutimiz buni tinmaydi. وذلك أنه يتهم أن يكون المراطل إنما قصد بذلك بيع الذهبين متفاضلا. Çünkü o shunda yomon gumon qiladi dedi. Çünkü jinglab, qadaqlab satquchi asli maqsadi buning oltinni bir-biridan ortiq, ya'ni ribal fadli qilmoqchida asli bu demoqchi. Fakannahu ata juz'an min al-wasat. Bu xuddi nimaga o'xshaydi bo'lsa, o'rta darajalik oltinni berib, uningdan jiqroq, nachar oltinga tegishmoqchi. Misal zalika anna insonan qala akhar, "Khudh minni 25 mithqalan wasatan bi 20 min al-a'la." Xuddi masalan, men 25 misqal sifatli oltinni 20 misqalga sotib olgan deganga o'xshash. To'g'ri, ayga chiqdi. Hozir men yerda men ortiqlab qoldi, sizlar ayada asli muratal degan tang o'tdi demoqchi. Menda so'zishel deb qilib, yo'q bundan qilsak ribol fadli bo'lib qoldi ekan. Tang o'tdi deb, endi buning izi topdi demoqchi men. Masalan, bunda debdi, 25 misqal oltinni islarek ubdiroq 20 misqalga olgan debdi. Faqat la yajuz hada lana. Biz musulmon tursak bu jazoni olib qoldi debdi biraylan. Lekin andan bunda bir eli o'ylab chiqib, eli qildi demoqchi Imom Malik. Walakin utika 20 min al-a'la. Lekin sana islirekten 20 misqal beray va 10 adna min zalik. Yani onni sizning oltindan to'rakni beray. Demak, bir tarafniki 21lik bo'lsa, 20 ni 24likni berib, onni 16likda 18likdan beray debdim. Va tu'tini anta 30 min al-wasat. Sen
Mana ortadan 30'ını versen, fetekunul aşral adna yuqabiluha 5 min zahab. Şuna tüven 5 misqalga sen altından 5'i udultildi. Ve sancatı xuddi bu tang qilgandak. Ve yuqabilul 20 min zahabil wasati al 20 min zahabikal a'la. Orta derecelik 20 misqalga yuqori derecelik 20 misqal udulkelgan bo'ldi. Demak, hozir biz tang qilgandak bo'ldi. Lekin yana shu biz deganimiz bo'yicha qilgan bo'ldik demakchi. Yani mushunda niyat bilan unda hili ishlatib qilib olgan gap ma'vo deb boshqa chiqaramiz debdi. Wa umdat Shafi'i i'tibaru at-tafaduli al-mawjudi fil qiyma. İmam Shafi'i aş qimmat hozir birdan biri ortiqi buni mislan bemisl deganda biraz ortiqlik bor demoqchi ekan. Wa umdat Abi Hanifa i'tibaru wujud al-wazn min al-dhahabayn. İmam Abu Hanifa'ning nimasi? Aş vazni tangmi tang emasmi? Tang. Mislan bemisl dedimi deganda unda bo'lgandan joiz deymiz. Chunki biz jazoni bo'lashning illatida, ribol fadl bo'lashning illatida nima illat chiqargan? Ya'ni bir mazhab al-wazn degan. Al-wazn degan nima bor shunama? Al-wazn bo'lgandan vazni tangmi tang emasmi? Tang. Unda jazoni bo'lmaydi, bulardir demak. Vazni o'xshash bo'lgandan jazoni bo'lmaydi. Unda bo'lgandan bu joiz debdi. ورد القول بسد الذرائع وسد الذرائع diyen qarash bo'yicha qilingan yuqorqi Imom Malikning qarashini rad qilibdi. Unda dillarni ko'chlab qalblarni unda yomon gumon bilan qarasaq, qara ko'zoynak bilan qarasaq bo'lmaydi. Va kamithli ixtilafihim fil musarafati allati takunu bil muratalati ikhtalafu fi hadha al mawdi' fil musarafati allati takunu bil adad. Sizlar kammikan? Chiqibdi to'liqli o'ylanglar. Yuqorida qadaqlashib ya jinglashib turib, ashunda sodiqisi ixtilof bo'ldi-ku. Ya'ni pul almashtirgan chaqda ixtilof bo'ldi. Endi sanab turib pul almashtirishdimi ixtiloflashib qoldi dedi. Ani idza ikhtalafat jawdatu az-zahabayn aw al-azhab. Ya'ni oltinning hozir sifati o'xshash emas. O'xshash emas bo'lsa, sanjatdan manchidab bilan sanjatni o'xshash bo'lsa-ham almashtirish masalasi. Va amma ixtilafum idza naqasatul muratala, endi shu muratala qilgan chaqda, qadaqlashgan chaqda, ya jinglashib satgan chaqda birisi-birisining kam bo'lib qolsa, farada ahaduma an yazida shay'an akhar mimma fihi riba. Yana shu riba shaklindigan ashunda moddalar shu nasldan bir narsani unda qetib bermoqchi bo'lsa, mesela oltin sotishibdi, bu azroq kumush qetib bermoqchi bo'ladi. Masalan او مما لا ربا فيه yaki riba şekillenmeden kiyim-kechak ma'lumotidek bir narsa qilib olibdi. فقريب من هذا الاختلاف bu mu yuqori ixtilofga yaqin holatda bir narsa bo'ladi. Misl an yuratil ahaduhuma sahibahu zahabun bi zahab. Zahabun bo'lishi kerak-da. Buniki zahabun bi zahab. Yani zahabun bi zahab desam ham to'g'ri chiqdi. Arabda to'g'ri chiqdi. Qanda al muratalatu zahabun bi zahab degan bo'ldi. Endi bu yerda zahabun bi zahab deylan. ذهبا بذهب فينقص أحد الذهبين عن الآخر. Altını jinglab turib, qadaqlab turib, almashtirmoqchi bo'lib, lekin birisining kam topdi. فينقص أحد الذهبين عن الآخر. Jinglashib turib, bir jing oltin almashtirmoqchi bo'lgan chaqda birisining sal kam qoldi. فيريد الذي نقص ذهبه. Oltin sal kam qolgan kishi qanday qilmoqchi? يعطي عوضا ناقص دراهم أو عرضا. Kam qolgan 10 gram kam qolgan bo'lsa, bundan kumush deydi. yoki kiyim-kechak deydi. Bunda ahvolda faqala Malik va Shafi'i va Layth inna zalika la yajuzu wal muratalatu fasida. Yani jumhur fasida ekan va ajaza zalika kullahu Abu Hanifa wal Kufiyun wa 'umdat al-Hanafiyya taqdir wujud al-mumathalati min al-dhahabayn. Yani İmam Abu Hanifa va Kufiyunninki asas nimasi? Masalan, bir jing almashtirgan taqdirda 400 gram kelib qoldi, ma 5 gram sunama. Mana 400 gramı, ma 5 gramning 400 gramiga bir udulashdi. Bu tang bo'ldi. Bu to'g'rilab bo'ldimi? Endi 100 gram qarshiligida kiyim-kechak va yoki tangi bor. Nima bo'ldi deb aytdik. Yani bazı muamele işlerini manda o'ylab chiqsa joiz bo'lgan yeri bor. Yani ma tarafdan akilib qilsa joiz emasdek bo'lgan yeri bor. Alima Abu Hanifa'ning naj qalida o'tidan 400 gram. Tangmi tang bu hisob bo'ldi. 100 gram qopdi, uning qarshiligi tangi berdi, yo dollar berdi, yo kiyim-kechak hisoblab berdi. Ishtiga dedim. Shunda desakmi yana bo'ladi. وعمدة مالك التهمة في أن يقصد بذلك بيع الذهب بالذهب متفاضلا. أصل bunun maqsadi ribal fadl qilmoqchi deb ashunda qaraymiz debdi.
وعمدة الشافعي عدم المماثلة بالكيل أو الوزن أو العدل الذي بالفضل. Mana artık boğandıkın bir taraf, bunda tam beraberlik bulmadı. Ya sen cihatın, ya vezin cihatın, ya kel cihatın tam beraberlik bulmagandıkken ya da ribal fadl şeklinde o. Ve mislada yaxtalifuna iza kanatul musarafatu bil adad. Sanılan, aşından mıkıran taktırdı mı? Mesela birisinin 50 geldi, yani birisininki 40 kep kalsa, onun karşılığı da kiyim keçek ya başka pul bas bulamdı yani okşaşmış ihtilaf bari. المسألة السادسة واختلفوا في الرجلين يكون لأحدهما على صاحبه دنانير وللآخر عليه دراهم ما بك مهم مسليك bir kişinin mesela Ahmet Ağun'un Samet Ağun'da dolar edişi var. Samet Ağun'un Ahmet Ağun'dan yen edişi var. Yani kazın çıkıdığı var o. Sizden falan ki ben 100 köy ağan, benden size 200 köy ağan. Yani onda 100 köy birlikte deyimiz var. Hem de bireyden Afganistan $1000 yaptı. Lekin bu $1000 bergen kişiye aşağı Afganistan mesela 6000 köy yaptı. Tamam? Bunda bu ahvaldan müşin çekivetsek bulamdı demek. Birbirine kalbi çekivetsek bulamdı demek. Uygusuz bunu çekiveti isteyimiz. İsavleti isteyimiz. Hel yecuzu yetasarafaha ve hiye fi zimme. Demek o çikilisinin geldiğinde şu kazba. Şu kazba halatta aşını birbirine almıştırması bulamdı o. Yani çekivetse bulamdı deyimiz bu. Ve sen sizge $1000 bergen şundan şunda. Hem de sizge bana 6200 köy bergen. Daha iken bu. Ma köylen ma dolarını isalsak $1000 çıkır iken amma bermegen bolaylarmısı. Divesi bulamdı demek. Bunda mesela o dolarını verip, ma koyunu verip bunda almıştırmaydı. Bu pulun tutup bakmay, kazıdaki gilam udurlaştırıp almıştırıyordu demek. Fizzimma degene aşağı geldiğinde bu halette. Fekale Malik zalika caizun iza kana qad halla ma'an. Bu caiz depti. Eğer ikisinin qarzini to'lash vaqti kelgan bo'lsa. Bunun bir vaqt kelibdi, bunun bir vaqt. Ba'zan hisob kitoblarda vaqt keldi. Shunda udil kelgan bo'lsa bo'ldi. Lekin birisi masalan kelar yil birma degan qarz olib qilib, birisi kelar oy birma desa, unda bo'lmaydi demak. Ve qala Abu Hanifa yajuzu fil halli ve fi ghayril halli. Demak, qarzdan bo'lsa, nasib bo'lsin. Hozir vaqtda qaytirdan cheg'i kelgan bo'lsin, bo'laverdi. Yani keyin bir dram pulnimi hozir beritiz buldu. Şuna o'xshash. Ve qala Shafi'i ve Layth İmam Ahmad bin Shullan billah la yajuzu zalika halla aw lam yahulla. Vaqt kelgan bo'lsin, vaqt kelmagan bo'lsin, ya birsin kelmagan bo'lsin, joiz emas debdi. Ve hüccetü men lem yucizhu muşu İmam Şafii'nin İmam Ahmad Layth'nin delili ennehu gaibun bi gaib. Bu nisinasını almıştığından ibaret. Hadiste nehan bey'l kali vel kali degan tuğu qaziga setishtakimni. Ve idza lam yajuz gaibun binajizin. Pulni almashtırgan chaqda birisi nisiyoz jaiz bo'lmaygan tursa, ishkilisi nisi bo'lsa qanday jaiz bo'ldi? Bu nimadan iborat? Qiyas awlawi, qiyas awla yaki. Ve amma Malikun fa aqama hulul al-ajlayn fi zalika maqam an-najiz bin-najiz. İmam Malik lekin ma'nunda gumon bilan qaramay, yaxshi qarab, bu vaqt kelgan bo'lganligi xuddi nahning o'rnida deb qarabdi. Ve innamash tarata en yekuna hallayni man. Demek ikilisinin vaqti kelgan bo'lishi kerak. Bo'lmasa birisinin vaqti kelsa, birisi naq bo'lsa, vaqti kelmagan nisidek bo'lib qolibdi demak. Li alla yakun zalika min bay'id-dayn bid-dayn. Unda bo'lib qolsa, qazni satgan yoki qazni naq pul satgandek bo'lib qoldi. وبقول الشافعي قال ابن وهب وابن كنانة من أصحاب مالك. Bula İmam Malik'in şahitleri iken. Bula İmam Malik'in qarşını taşlap İmam Şafii'nin qarşını yaptı. Caiz emas ekan. وقريب من هذا اختلافهم في جواز الصرف على ما ليس عندهما إذا دفعه أحدهما إلى صاحبه قبل الافتراق. Bu şuna yakın kıldıran bir mesele. Yendi dolar yok ki. Lekin birisi yenini bersansan, dollarga tekshirsa tekshay debdi. Lekin qo'lda dollar yo'qkan birdigan. Shundan uni olgandan keyin ikkala ayrilmay turib, shu dollar berganimni qarz olgan bu. $1000 berdi. Qo'yga tegishib beradi. Oldim. Olgandan keyin yenimda qo'y yo'q. Shundan shu dollar bergandan o'zidan mana 6000 ga berib tutsa deb olgan. Yoki boshqa odamdan 6000 ga berib tutsa deb olganman. Menda yani almashtirmoqchi bo'lgan o qo'y yo'q menda. Shuni g'achchida ikkala ayrilib bo'lishda ilgirlan boshqa odamdan ya shu odamda iliblan shu odamga berib o'tdim. مثل أن يستقرضاه في المجلس فتقابضاه قبل الافتراق. Sorunda ayrılmayı turuplan, besinin qarzı bilan berib o'tdi.
فأجاز ذلك الشافعي وأبو حنيفة bunu caiz dedikken İmam Ahmed yani cumhur caiz dedikken bunu ve kerihahu İbnül Qasim min at-tarafayn İbnül Qasim iki taraftan bulab qalsa makruh deb iki taraf deganimiz ikkilaylan da hazır ya dollar yok ya koy yok şonlan 1000 dollarını 6000 koyga teşpiramla desem ma'qul dedi şon dollar versem manda yok şonlan Ahmet Axundilib dollarni silgi berdin ana sizlar uning qarda 6000 koy biraydi sizlar 6000 koy yok sizlar Ahmet Axundilibning 6000 koyini olib manga berdilar bunda olsa cumhur caiz gente bireylen aşında yoklap kılıp basım caiz gente. Anda İbn Qasim bir taraftan bulup qalsa meyle, iki taraf aynı qazaldığını bulup qalsa makruh deb qaraptı. واستخفه من الطرف الواحد. Yani bir taraf qazaldığını bulup qalsa bunu yengil deb qarab meyl deydi ekan. استخف yani ra'ahu khafifan demek. Yani اذا كان احدهما هو المستقرض فقط. Yani bireylen qazavchi bolsa demek. Ikkidan qazanma. وقال زفر لا يجوز ذلك الا يكون من طرف واحد. İmam Züfer bir taraftan bozsam caiz, iki taraftan boz bulmaydı depti. Ve min hadal bab ihtilafun fi ar-racul yakun lahu ala ar-racul darahimu ila ajalin. Hal ya'khudhu fiha idha halla al-ajalu dhahaban aw bil aks. Ma hu intay muhim masalakin. Birisi olsan birisi de 1000 dollar vaken deydi. Şu qazni qaytırgan vaqt kelgan chaqda u odam dollar yo'q mu? Ko'y biray, yen biray, xalq qildim biray, ashuni hisoblab basam bo'ldi desa bo'lamdi deydi. Yani dollar elish kerakmi? Buni ahvol bak jiqqon. Wa dhahaba Malik ila jawaz zalika idha kana al-qabd qabla al-iftiraq. Ayrılışdan qo'lga topshirib olsa degan zodi cho'qimimda. Bo'ladi demoqchi ekan Imom Malik. Wa bihi qala Abu Hanifa. Abu Hanifa mujoiz debdi. Illa naw ajaza zalika wa illam yahull al-ajalu. Ha, qarzni birdiga vaqt kammisimi? Burroq birasi mayli demoqchi ekan. Albatta mayl bo'lish kerak. Qarzni burroq to'lasa tig' yaxshi emasmi? Baraat zimma bo'ladi. G'alva tugaydi. Wa lam yujiz zalika jama'atun min al-ulama. Bir guruh olimlar bo'lmaydi deb turibdi. Savam kana al-ajal halan aw lam yakun. Yani vaqt kelgan bo'lsin, vaqt kelmagan bo'lsin, unda boshqa pulga hisoblab almashtirib bilan ba'zi bo'lmaydi. Demak, mushum ham sarf. Bir tarafdan sarf qon. Dollar olgan, bungacha ko'yberdi demakchi. Va huwa qawl ibn Abbas va ibn Mas'ud radhiyallohu anhum. Ay jamoani ichida o'sha ikki sahabim bor. Boshqa Sa'id ibn Musayyib bo'lishi mumkin. Demak, jumhur aziz joiz deydi. Tamam? Wa hujjatu man ajaz zalika, yani jumhurning dalili hadis ibn Umar radhiyallohu anhu qala kuntu abi'u al-ibla bil baqi'. Ben Baqi'ul Gharqad'da tügülani satdım. Abi'u bid-dananir ve akhudud daran. Men shilla deb satib, uni o'rniga tangal etdim dedi. Bu dollar bilan satib, ko'y hisoblab oldim demoqchi. Va abi'u bid-darahim va akhudud dananir. Fas'altu an zalika Rasululloh sallallohu alayhi vasallam faqala la ba'sa bidhalika idha kana bi sa'r yawmi. Shu kunning bahsi bo'lsa, bo'ladi debdi. Bu naqsa masalan dollar siz dunyoda shu vaqtda oldi, naqsa Ya naqsa. Satgan günün bazı. Ya şu günün bahsi bo'yicha hisoblab olish kerak. Balki nasim bo'lishi mumkin. Masalan, men tilla deyishib keyin ondan pul oldigan chaqda endi tilla yo'q, men teng ko'ray. Dollarga deyishib, dollar yo'q deman, real beray debdi masalan. Qachon topshirib olsash pulni? Pul tutib borgan, pulini basla, tugunning pulini basla degan ekan, yana chiqni aqtasa dollar chiqmadi. Shundan real alamlar real. Shu kunda 1 dollar 3 real 75 sent olsa, shu bo'yicha. 4 olsa, 4. Shu pulni bergan kuni. Bu İmam Abu Davud, Tirmizi, İmam Ahmad, bak Nasai, mushul rivoyat qiladi. Lekin mushadid sayma emasmi? Daif. Lekin Darqutni ba'zi olimlar sahih deb baqilgan, Hakim, Darqutni bular sahih deb baqan. Lekin daif deganlik ko'proq. Chunki bu min rivoyat sammak. Yani bir rivayette "Velam taftariqa ve beynakuma shay" degan. Yani bir rivayette bil qiyma degan. Bisar yawmihi bil qiyma. İza kana bil qiyma deb. Har xil rivoyat kelgan. Lekin unda hasan darajalik bo'lishi mumkin hadisning darajasi. وحجة من لم يجزه ما جاء في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وغيره ولا تبيعوا منها غائبا بناجس نسينا نخسط من الله أشنا أسلدن ألتون كمشتن ديان مشو أدسن أموم غسلد بلادي لكن ما بزدل قيغان ما أدس حسن يا سيب لبقاسا نص درجلك بلبقالك المسألة السابعة اختلف في البيع والصرف في مذهب مالك من هم ستش هم صرفنا içine ağan soğuda ıhtilaflaşıp kaldı. Faqala innehu la yecuz illa en yekuna ahaduhuma el-akthar vel-akharu tabaun li sahibi. Caiz olmaydı deyilipti. Fakat lamamda soğuda şu
ko'p qismini savdoning asosiy qismi elish setish bo'lsa, unda pul almashtirish savdoning asosiy qismi bo'lmay, shuni tava bir narsa bo'lib qolsa, asl maqsad elish setishda, lekin pulga almashtirish udul kelib qolganlikdan bo'lib qolsa mayli debdi. Ve sevam kana sarfu fi dinarin vahid aw fi dananin. Bir tillada olsun, bir qancha tillada olsun. Abi bir ikki tillada mayli deytimiz degan gap bo'lyapti-ku. Miyada o'xshash debdi. Wa qila in kana sarfu fi dinarin wahidin jaza kayfama waqa. Yani bir rivayette şu burunqi qarashlarga o'xshash bir tillada so'zsizlik qildik, lekin bir tilla miqdori pul almashtirish bo'lib qolsa, shu so'zsizlikda mayli bo'ldi debdi. Hozir bu ikki so'zdan iborat qildi. Birisi bir tovarni setish so'zisi, yana birisi shuning tartib pul almashtirish so'zisi. Lekin bu cheklandi. Birinchi qarashda bir tilla bo'lsin cheklandi, yana bir qarashda bir tillada mayli deymiz. Va in kana fi aktara ya'tubira kawnu ahadihima tabi'an lil akhir fil jawaz. Hamda ko'p narsa bo'lib qolsa, ya'ni sarf ko'proq qismida bo'lib qolsa demak ekan. So'zdan maqsad 60-70% sarf maqsad qilingan bo'lib qolsa, bu chaqda shu birisiga tava deb qarash, shuning qarashi qo'yib qoldi, buni joiz emas deyish. Demak, birisi ko'p qismni egallaydigan bo'lsa, birisi az bir qismni egallaydigan so'zdan maqsad asosiy emas bo'lsa, ma'noni tava deyversak yana bo'ladi demak ekan. Fa in kana ma'an maqsudayn lam yaj. Ikkalasi tang maqsad qilingan so'z qismining asos yerimi emas, bunda bo'lib qolsa joiz emas demak. وأجاز أشهب الصرف والبيع وهو أجود. İmam Eşhab mana İmam Malik'in şagirdlerinden hem pul almashtırıp hem so'da qilish ikkisi birlikda kelib qolsa joiz deb qarabdi va huwa ajwad. Bu ubdan gap bu dedi. Tarjih mavazir, ha? Li'annahu laysa fi zalika ma yuaddi ila riban wala ila gharar. Bunu nima taqishqidi? Ya jazoniga bir taqalmasa bu, yoki noma'lumlik, tavakkulchilik qilib taqalmasa, hech qanday bir kashf yo'q buningda. Joizdir. Surat qandoqlar bo'lgan? Masalan, bir yantimni so'zlashdi. Manga mesela $100. $100 lekin menda dollar yo'q. Bu dollarning qarshiligini men qo'y, ya junay berma, ya riyal berma deb. Bunda shaklida so'zlashsa demak. Bo'lish kerak edi. Chunki so'zlashgan bir so'z bo'ldi. Hamda ikkinchi qadamda shu pulni topshirgan chaqda Xudoya desar yawmi degandek, shu hozirgi bahodilam qo'yib berdi. Bo'ldi. Vallohu a'lamu bis-savab. Subhanakallahumma va bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka va atubu ilayk. Kitob-sarfni to'liq tugatdi.